Assalamualaikum. Nasıl başlap getirdi? Assalamualaikum. Dunyoda qaysi joylardan kelgan hurmatli ustozlar, mehmonlar va keyingi ishtirokchilar. Uyg'ur Project fondi tarafidan o'rlashtirilgan Istanbulda 20 leksiya 2024 ilmiy muhokama yig'iniga xush keldinglar. Oldi bilan bizniki muhokama yig'inimiz Türkiye Cumhuriyeti'ninki İstiklal Marşı'ndan başlandı. Onlarla bölümde tutuluşla teklif ediyorum. Rahmetli Öğretmenimiz Şarkı Türkistan'da öğretişiciler öğretmenimiz oturumuz ama aslında
Çok rahmet. Endi Uyghur Project Fondu'nun başlığı doktoru Erkin Sıdık Efendi'nin eşlik doktorları sözleşti eksikliğinden selamlar. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar, aziz mehmonlar, yaxshimisizlar? Bizniki bu xalqimizga xush keldinglar. Men oldi bilan sizlarning chet eldagi jiddiy turmush ichidan qimmat vaqtlarni chiqarib, bugungi bu faoliyatga kelib qatnashib berganlarga chin ko'nglimdan minnatdorlik bildiraman. Rahmat. Bu yillik davra biz degan kitob uchun dunyoning 32 karindishimiz 38 parcha maqola chiqadi. Degan bir oyda bekonimiz var. Germaniyada kelgan Bavariya shtat parlamentining muavin raisi Markus Lindespecher efendimiz var. Biyologimiz dumanlaymiz. Ondan keyin Uyghur Project Fondi ve Meşal Uyghur Grupsidan 7 nafar karindishimiz maqolaniki qisqa mazmuni maqola va basiril hujjatlarini baholab tasdiqlash vazifasini o'tadi. Abdurashid Niyaz, Jur'at Nizomiddin, Jumarimin, Fidokor, Rushan Hamid va qatorliq qarindoshlarimiz tahrirlik vazifasini o'tadi. Ondan keyin Muhammad Ibrohim va Fidokorlik qarindoshimiz bosh muharrirlik vazifasini o'tadi. Shabnam Hoshim xonim bu kitobdagi muqovasini laylat berdi. Üstüge aldı. Amerika Şimali Kaliforniyadaki Uyghur Medeniyet Uyuşması bilen Uyghur Fondi ve Germaniyadaki Tevekkül İskender kardeşimiz ve Bolgarya'daki bir akimiz müştetekli faaliyetke iktisadiyatına yardım kıldı. Teklimakan Uyghur Neşriyatı bu kadar devre biz diğer kitapla çıkışta mesul olup bu kitapla bir yan ekledik, bunu çıkardı. Onun başka yine muşu sorunda olduğun yani kitaplardan kardeşlerden Arslan, Mehmet Tohti, Batur Karhanlı ve Borhan Said Katarlı kardeşlerimiz bize köp yerler kıldı. Hazır köydüğüne bulaşımda katmışlar mı bir yan jürnike çalışırken kendine devam. Ben Uyghur Project Makal'dan ularning hamisiga rahmat aytaman. Bugungi bu faoliyat mana yuqori tilga hamma qarindoshlarning sayyora xizmat qilishi orqali vujudga keldi. Millat suyish, vatan suyish degan mana shunday bo'ladi. Millatparvarlik, vatanparvarlik degan mana shunday bo'ladi. Biz hammamiz shu amaliy sharoitimiz uchun o'zimizdan qanchalik xo'shallansak ve faxrlansak arziydi. Uyghur milleti hozir intayin halkılık bir tarihi devrede turmadıdır.
hozir Sharq Turkistonda va chet elda irqiy qirg'inchilikni normallashtirish harakati olib berilyotidi hamda bu harakat unumli bo'lyotidi. Shu sababdan ba'zi kishilar Uyg'ur davo ishlariga qarata uning hozir nima foydasi bor yoki uning hozir nima qiymati bor deb so'rayotganlarmi bor. Bir qism kishilar Uyg'ur siyosiy davosidan umidsiznayotidi. Bunun sebebi dava vücut keltirgan o'zgarishlarniki cho'ng bo'lmasligi hamda vatandagi oilasida ba'zi alohida ahvollarniki bor bo'lishi umidsizlikniki manbasi bo'lib qoladi. Ammo biz ish qilganda faqat natija uchun emas, balki milliy majburiyat va tarixiy burch yuzasidan ish qilsak, qilayotgan ishimizni uzun muddat davomlashtira olamiz. Ma'lum natija uchun emas, qilayotgan ishi to'g'ri ish bo'lganligi uchun davomlashtirish ümidsizlikka elib olmaydi. Biz mushunda faoliyatimiz orqali eng kam deganda Uyg'urning yo'qolib ketmaganligini hamda yo'qolmaydiganligini isbotlaymiz. Bu qitim maqola yozgan, leksiya so'zlaydigan va bugun shu so'rovga kelgan qardoshlar o'zining milliy majburiyati va tarixiy burchini ado qilish yo'lini tanlagan qardoshlarning vakillari. Men sizlarga chin ko'ngildan rahmat aytaman. Ahırda bu faaliyetin muvaffakiyetli oluşuna chin ko'ngildan tilakdoshlik bildiraman. Rahmat. Doktor Erkin Sadık Efendi'nin kıymetli çizgi için köp rahmet. Hem de ben bugünkü leksiya faaliyetimizdenki kaideleri hakkında azıcık to'xtalib o'taman. Ondan keyin tunji leksiyachimizga so'z beradilar. O'tgan yili kelganlarniki xabarda bor. O'tgan yili vaqtida aytdi. Qattiq kontrol qilgan. Bu yil shunday bo'ldi, chunki faoliyat zich holatda 2 kun davomlashadi. Her bir leksiya so'zlovchi 30 minut so'zlaydi. Arada bir oturuştan keyin 15 minut savol javob qismi bo'ldi. Shuna savollaringizni olib qo'ysanglar yoki qalamlarga tizib qo'ysanglar bo'ldi. İşte maktabning oshxonasidan tomoq beriladi. Bu yerdan o'tgan yilga o'xshash bilet taqdimiz bor. Shu biletni olgandan keyin maktabdagi xodimlarga, oshxonadagi xodimlarga bersak bo'ladi. Unda bo'lsa biz tunji so'zlovchimizdan boshlab ketaylik. Bugun bizga tunji bo'lib leksiya so'zlab turadigan leksiyachimiz Gulshan Abduqodir xonim. Gulshan Abduqodir xonim bizga millatning taqdirida Uyg'ur kalimasining kuchi degan temada leksiya so'zlab turadi. Qani sizlar
vatan millatning taqdiri ustida o'ylash uchun, munaqasha qilish uchun va birlikda bir yo'l va tadbir tepish uchun kelgan qarindoshlar, bultur biz musha yig'ilib Uyg'ur aql omrininki aql amr qurilishi fundamentining birinchi keskin qo'ygan to'q. Nayt muvaffaqiyatli qilgan. Bugun men sizga boshqa kechirsizlar. Bugun biz ikkinchi kesigini qo'yish uchun bir yig'ilib o'tirdik. İnşallah Xudoyim bo'lsa biz shu Uyg'ur aql amr qurilishimizni bitirgan vaqtimizda o'zini atalmish Mr. Gao deb atagan Beijingdagi Xitoyning aql amr qurilishining mutaxassisi shu Mr. Gao butun dunyoga jakalayotgan bir yoqdan qirg'inchilik qilib berib, bir yoqdan Şinjan'daki Uyg'urlarni ait baxtli yashayapti degan safsatalarga butunlay raddiya bergan bo'lamiz. Dunyoning hech qanday yerida unday gapni qilolmaydigan bo'ldim. Shuning uchun men oldi bilan Uyg'ur Project bu faoliyatni uyushtirgan Uyg'ur Project fondiga alohida rahmat aytaman. Erkin Sidiq akamizga alohida rahmat aytaman. Bugun qaysilar bilan benim 5. Fevral arxivleri namlıq kitabım ve Don Quixote ve Sancho Panza Uygurlar degan namlıq maqalalar toplumum ve yanıdan neşrden çıkan şu Vatanga vizam yok. Vatanga vizam yok mavzuluk maqalalar temizlikki maqalalar toplumum sizlerle yüz görüşürüm. Şundaq vatanga vizam yok inan. Vatanga vizam yok. Vatanga vizamning bo'lishini xohlamayman. Kitabning aqsini aslanlar shundaq deb yozilgan. Vatanga vizam yo'q gap, ammo vatanga yozganlarim bor. Vatanga bir kuni shu yozganlarimning borligiga vatandagi oilalarning kitobxonlaridan yozganlarimning o'rin oldiganligiga ishonchim komil. Ben Meksikadan bu gittikeme Kanada'dan kelişi avazını tuttum. İhtiyacı yapmadım. Ben gelirler. Vatan gibi bir işin biz ilişkilerinde Xitay'a yalvardıgan Uygur davasının ki obrazını tasvir etkisi koyduğun bunda kişilerin bu gelişinin aldığını ilişkin ben aşağı 2013 yılı vatandan yo'lga chiqishdilar. Baskamiz yo'l olmagan. Bu yo'lda men o'zgarib baxmadim. Bu yo'lda hozir jinoyatni Allohim shu yo'lga nisib qilsin. Men bugun sizlarga antiman millatning taqdirida Uyg'ur kalimasining kuchi bu leksiyamniki asos maqsadi navbatda bir xil nurg'ulg'an kalimalarning orasida qo'valishib qolgan, xiralishib qilayotgan şu Uyghur kelimesinin aslında biz için kaçıp bir kelime ekanligini yana bir qayta şu Uyghur diaspora Uyg'urlarning sevmek sepish men asosiy ishlarimniki kirishdan burun azroq bir varma kirish nemisdan bir jumladan ama şu düşmanımız Xitoyniki davlat siyosatchisi siyasi kumandanı şüphatçılık davrdagi aşı şüphatçılıkning en asosli siyasi kumandanlardan biri bo'lgan Savsav shunday deydi. Bir mükemmel qalam egisi, bir pishqan qalam egisi 10 ming askarga barobar. Bu gapning bek kuchi bor gap. Bu gapni hozirgacha 21 asrda Xitoy mushu nimani ishlatyapti, shu siyosiy taktikani kuchga yiqilib, Savsavning shu gapini foydalanib, tahlil qilib kelyapti. Shuning uchun bizning talabkashlarimizning turmalarda bo'lishi, zindonlarga tashlanishi, Xalida Isroil, Farhad Tursun, Yalqin Ro'ziyev qatorliq
qalam egələrimizin, ilim egələrimizin zindonlarda bo'lishning sababi shu. Undan boshqa bir millatning taqdirining o'zining qalamida targ'ib ketishining Xitoy hozir shunday qo'rqib keldi. Shuning uchun tarixlarimizning o'zimizning qo'llarimizni yozishdan qo'rqdik. Maqol qanday har xil ilmiy asarlarni o'z qo'limizda vujud, qalamimizda vujud chiqishdan shunday qo'rqib ketdik. Chunki bir qalamning tavrishi Xitoy uchun bir zaminning tavrishidan cho'ng rol o'ynaydigan bo'lib, zamin tavrigandan keyin butun narsa qaytadan boshlanib, bir tavrashdan keyin yangi hayot boshlanadi uchun Xitoy bundan qo'rqdi. Mana shu Sosonning falsafasi bo'yicha o'tda bugungi mana shu davr va biz nomli kitobga qalam tayyorlatgan 38 qalamkash 40 qalamkash deylik 400 ming askarga baravar. Sizlarning eslanglar bo'lsa kerak, o'tgan yil mana shu yerda bizning fikr, ideya va tushunchalarimizning intayin muhimligi, ilg'or fikr, ilg'or ideya tushunchalarning ilg'or harakatlarga yetakchilik qilganligi, ilg'or ideya va ilg'or fikr, ilg'or tushuncha bo'lmagan vaqtida qurollarimiz bo'lgan vaqtida bu qurollarimizning o'zimizga qartilib qolganligi haqida gap qilgan, so'z qilgandim. Ikkinchi dunyo urushida shuncha cho'ng ziyon tortgan Yaponiya bilan Germaniya aql ombiri qurish orqali aql fikr tushunchalarning ombirini qurib chiqish orqali aqlni to'plash orqali yana qaytadan dunyodagi ilg'or davlatlar qatorida o'rin oldi. Shuning uchun bugünkidek shu aql ombiridir bir yerga yig'ilganlarning intayin ahamiyatga ega. Ondan boshqa men yana bir sizlar kirishda deydigan so'zim bir jumladan Kanadadan keldim. Kanadaning ma'rifi intayin ilg'or bir ma'rif. Dunyo bo'yicha eng oldin qatorda turdi. Dunyodagi universitetlarni tuzganda Kanada katta universitet shunda qadam tuzib keldi. Buning sabab nima? Buning sabab inglizcha aytganda critical thinking. Turkcha degan vaqtida eleştirel düşünceler. Ya'ni bir masalalarni so'rib savol qo'yish orqali bunday tushunish, faqat tuzab tushunib bilish emas. Shuning uchun biz vatan qurimiz aytganimiz albatta critical thinking, shu turishda eleştirel düşüncelerge sahip bo'lishimiz kerak. Bunday düşüncelerge sahip bo'lmagan millatlarning vatan qurishi bittasi bo'ldi. Hamda yana birisi biz navbatda ikki narsani so'roqlatamiz. Birisi Xitoyni so'roqlatamiz, ikkinchisi o'zimizni so'roqlatamiz. Mana shunchalik umidlik yaqin kelajakda Xitoyni so'roqlatish oxirgi ishidir. Bu chog'da biz o'zimizni so'roqlatamiz. O'zimiz so'roqlatganda nimani so'roqlatamiz? Biz o'rganayotgan dinimizni so'roqlatamiz. So'roqlatgan vaqtida tarixlarimizni so'roqlatamiz. Tarixlarni so'roqlatishdagi maqsadimiz tarixning bugun uchun xizmat qilish cho'ng rol bo'lmasmi? Ammo dunyo tarixga jinoyat nurg'unlar saldi. Nurg'un bunun sebebi tariximizning takrorlanib qolmasligi. Bugun uchun yana takrorlanib qolmasligi. Tarixni ikki xil o'rganishimiz kerak. Birisi tarixni yezib o'rganishimiz, yana birisi qo'chib, so'rib, tek-tekidan xuddi polon ilashtirganda, suqashni so'ragandek, bizdagi suqash so'rsa o'xshaydi, polo qo'rsa o'xshaydi degan bilan so'rashimiz kerak. Hargiz tarixlarimiz bizning ayollarning polon tizib qo'ydigan kristal ishga o'xshash, tekin olmaydigan yoki qarsilmaydigan, papa hay deydigan odamlar bo'lmasligi kerak. Buni kallamizdan aniq qilishimiz kerak. Yana birisi biz faqat ma'rif va ilm fanlarni o'zimiz o'qitira olamiz. Mushu mening kirishdagi so'zim. Endi yarim boshlayman. Vaqtim 30 minutga qisqa. Kirishimga bir muncha vaqtim ketdi. Ishtirak so'zlar chiqarishman. Selam. Bir yere çıktı ya. Ağız kabuğu çıkıyor. Nasıl şey?
Birincisi mukaddime. Ayetin ağzı çıkıyor. Ayetin ağzı yanına mikrofonlar çıkıyor. Sıkıntı çıkıyor. Mukaddime kısmı Uygur kelimesi. عندك عقوبة فون تشرح قصة فون تشرح قصة يا أنا Hiç hakkında söz bolganda biz atom bombası, yadro qurolları, bir davlatning harbiy va askariy ixtiloriga oid texnik kuch, shundoqla iqtisodiy omillar, aqliy omilga oid yuksak taraqqiyotlarni ko'z oldimizga keltiramiz. Bundan boshqa biz yana real turmushimizda dunyoning tortish kuchi, zehnning kuchi, tushunchalarning kuchi, bilimning kuchi, sevgining kuchi, saltanatlik ve güçlük imparatorluklarımızdan bizi kaldırgan manevi güç qatorliqlarni bayqaymiz. Söz, ibare ve kelimelerinin gücü var. Bir milletning taqdirini belgileştir, şu millet egelerinin özü sözleyen söz kelimeleri, ictimai taraqqiyotga sözleyen söz kelimeleri, shundaqla dunyoviy siyosiy sahnalarda so'zlagan so'z kalimalari intayin muhim ahamiyatga ega. Bir yaponiyalik olimning suv molekulalariga ijobiy va salbiy so'zlarni so'zlash orqali kelib qolgan so'z va kalimalarning kuchiga oid tajriba hammamizga ayon bo'lsa kerak. Bu olim suv molekulalariga shayton va nafrat degandek so'zlarni so'zlagandan keyin to'ng'itilgan suv molekulalari nihoyatda sat bir shaklga kirgan. Bunun aksice güzel ve çıraylı sözlerini sözleyendiğim ki su molekülleri olsa intayın çıraylı bir şekilde kirgen. Uygur halk çöçeklerdeki yerinin taşım çöçeki kelimelerinin taşınımı eritip alaydıgan gücü varlığına gösterdi. Kelimeler yani sözler sihirdir. Mesela bugün Uygur kelimesi Xitayning intayin bayon qilgan Uyg'ur uchun eng qimmatli sehr kalimidir. Bugun Uyg'ur kalimasining har bir cheklashi Xitoyning ko'ksiga urilgan bir xanjardek kuchi bordir. Bugun Uyg'ur kalimasi xuddi dip qilib selayotgan yurak harakatini eslatadigan simvollik so'z bo'lib, u Uyg'urlarning mavjudligini bildirdi. So'zlar qo'limizda bor bo'lganni yo'q qilib yetalaydi. Yo'q bo'lganni var qılalaydı. Mesela Uygur ve Google Uygur kelimesi Google'da qancha ko'p chekilsa, dunyoning diqqatini shuncha ko'p Uygur tarafga tortadi ve qaratadi. Buni aksicha Uygurlarni Google Uygur degan kalimaning o'rniga Google Palestin degan iborani qo'llanғанда Uygur merkez bo'lgan xalqlik kuch Uygur masalasiga dunyoni jalb qilish kuchi Uygur meselesiga emas dünyayı jalb qilish kuchi Palestin tarafga chetdan ketadi. Kalimalarning yo'q bo'lish kuchidan o'sha yerda. Shundaqla yo'q bo'lganini baqilalaydi. Kalima va so'z jumlalar tafakkur qildirdi, qayg'ulantirdi. Masalan, Manas daryasi bo'yidan qaytish degan bu kalima bizni millat bo'l sifatimiz bilan ochiq asirlantirdi. To'lg'antirdi. Tatqizdi. Ve tefekkür kıldırdı. Kelimeler çıldırdı. Mesela Kanada parlamentinden çıkan 10 bin Uygur'da Kanada'ya aykırı kararı. Amerika parlamentinde e'lon Uygur mecburi emniyetini öz çıkargan Uygurlarga ait kararlar. Dünyadaki 10'dan artıq devletler Uygurlar erkek kırmançılık uçuravatır degan kararlar. Kelimeler kızıktırdı, icap kıldırdı, bir narsalarni öğütüdü. Mesela Xitoy Uygur kırmançılığına yol koygan 2016 yılda itibaren chet ellik Uygurlar xalqarалық o'lchamlar bo'yicha qanday da'vo qilish kerakligini o'rgandi. O'zgarish o'rtada Uygurlar haqida imzo to'plash, guvohlik berish, parlament a'zolariga xat yozish,
qatarlıq hərəkətlərdə ondan başqa Media Uyghur bir qadam bir ovoz, oilam qayerda qatarlıq hərəkətlərdə kəlime ve söz ibarələrinin küçü dünyanın diqqətini Uyghur meselesiga çekti. Kelimeler yana gazaplandırdı, isyan ettirdi. Mesela Bahar'ın Bulcu inqilabları, Şavgan vakası, 5. yıl ölüm çıkargançılığı, bizni gazaplandırgan, ko'chalar töktirgan, BDT musafirlar mahkamasidan ishini chektirgan, chet ellarga qochib chiqib Uyg'urlarning siyosiy taqdiriga oid yangi yo'l izlashimizga sabab bo'lgan edi. Hatto kelimeler bir millatning taqdirini o'zgartirdi. Masalan, Yalta yig'inida chiqqan qaror Uyg'ur millatining umidini yo'q qilib, bizni Xitoyga bog'liq bir mustamlika qilib qo'ygan edi. Yalta yig'inida Roosevelt, Churchill va Stalin qatorliq 3 kishining og'zidan chiqqan kelimeler Uyg'urlarning emas, balki dünyanın taqdirini o'zgartirgan edi. Hatto kelimeler jang e'lon qilindi. 1863-yilda qurilgan Ilis sultonligidan mingga yaqin askari bilan panohlangan qozoqlarning raisi Tazabek törini Çarosya özürge ötküzüp berish talab oldu. Ötküzüp vermemiz degan bir kelimenin tugban teshidek ig'ir vazni va kuchi bilan Çarosya Ilis sultonligiga jang e'lon qilindi. Yeni qurilgan Ilis sultonligidan iborat bir Uyg'ur davlati mag'lub bo'ldi. Diye Pınar'ın bayılgan, Pınar'dan yaptık biz. Aşık Pınar'ın bayıldığımız mı? Fakat lan rahbilasyon kalmak için ölüm hüküm kılıngan. Chet ellerde Uyg'urlarning o'zaro jangchilarga selib kelayotgan kelimelarning kuchi haqiqat so'zlayapman. Uyg'ur kalimasining kuchi haqiqat so'zlab kelib, men sizlarga chet ellardagi Uyg'urlarning o'zaro jangchilarga selib kelayotgan kelimelar haqida to'xtalman. Sharq Turkistonmi, Uyg'uristonmi, Shinjongmi, qurolli kurashmi, avtonomiyami, mustaqillikmi, kishilik huquq, zimmin da'vosi, indigenous people, sürgün hükümet, Uygur hareket kılanmaydı, 10 bin imza, cihad, Suriye, Karıçımber, Palestin, Hamas, İsrail, bu kelimeler içinde sürgün hükümet bilen indigenous people kelimesi intayın meşhur olup yakında bu vaktiki cemiyetlerle asasen dünyadaki chet eldeki diasporadaki Uygurlarning o'zaro jidal majarasida ishga bo'lish, Xitoyga qarshi bo'lgan kuchimizni parchalash rollarini o'ynab keldi. Endi
Kelimelerin tasavvur gücü birinci, markalaştırılgan kalpak kelimeler. Oncarlık milletçi, Şujoncu çetki bağlangan unsur Pumiçi, Pan-Türkis, Pan-İslam, Kavakçı, Yavayi, terörçi, dini esabi, koçun ötken çaşkanını ur kılış, asmandı torgen kapkan, ışkıl güç, milli bölgençi, kanunsuz dini faaliyet, devletten birliğin parçalaş korungoçu, 220 çıkardır. Bu kelimeler 1949 yılında Xitay hakimiyeti Uygur zamanını bisvallarından buyan Uygur halkının kardeş için kullanılan kelimeler bulup Xitay zamanı içindeki Uygur bulmagan her kandak bir millet bu kelimeleri işitken zaman bu sözlerimizin Uygurlar üstüne bulup atkalığını istilalaydı. Şundakla bu selbi kelimeler xuddi Somali gönüllerine selbi söz bilen Somali gönüllerimiz selbi söz bilen to'nglatkanda yüz bergen şekilde Uygurların ruhi dünyası arkalı yüzüge tepçiydi. Bu kelimelerin güçlü arkalı 80 yıllık yakın vakitte Xitay hakimiyeti Uygurlarını kontrol kılıp geldi. Şundaklar dünyaya Uygur diyen bir milletten nahit korkunçluk, yavayi, marifsiz, radikal millet ikenligini bildirip eğer Uygurlarını özleri kontrol kılıp durmayıcı ayıpta dünyaya balay afet bulduğalıbından ibaret teşvikatını nahitti vapır geldi. Mağdurup geldi. Kelimelerin tasavvur gücü ikinci. Uygur kimligideki mahiyet kelimeler. Çimen doppa, tumak, atlas, mukam, küpek yolu, tuttar, tambur, satar, tap, Uygur usulü, tekli makam, langman, polo, ayın tuzluk, kök bayrak, un, Oğuzhan, Atilla, Köktürk, Türk, Handalığı, Koca Uygur Handalığı, Karxalla Sulalsı, Yaken Uygur Handalığı, Ahmetcan Kasimi, Karpurun, Temirtağ, Pamir, İle Deryası ve yanım nurgulanan kelimeler, məlum zoravan hükümranlıqla tərbiyeden, məlum siyasi məqsəd üçün qalpaqlaşdırılmayan, sap əsli mənadaki kelimeler bulup, Uygurların əsli mahiyetini, hayat yaşayacağını, Nemler kıskanmalığını, medeniyeti, korgan saltanatı handallıklarını ifadelep, Uygurların ruhunu üstürüp xuddi Somali gönülleri çaylık söz bilen donatılganda, güzel tüskütülgende, Uygurlar çekiminde tebessüm beylakıp geldi. Kelimelerin tasavvur gücü üçüncü cezalı bir kelimeleri. Yolvas orunduk, kızıl nakşa, elektroluk toksin, yüz tunuş teknikisi, kurallık harbi sakçı, taksimot yer, noma, şov görüş, koyuzda vakşen, koşmak tukan, kamır, ismi bilen emes, nomor bilen çakırılış, kıyı kıstak, içiniş avazlar, elektroluk toppa, elektroluk belay, elektroluk kaltek, balı çürüş operasyası, 18 yaş kızdan azıp katap gidiş, namalum doğru işçiş. Kelimelerin tasavvur gücü, dördüncü, namayiş kelimeleri. Düşüncelerimiz, his duygularımız, hareketlerimiz, karakterimiz, takdirimizi şekillendirdi. Çetelerde ilip bir vatkan namayişta ve namayiş katışlatkan hem katlaşmayatman kişilerin karakteri malmaşındak şekillengen. Uygur milletinin takdirdimi hem şu karakterlerinin mahiyetini çördüğün asısda Uygur milletinin takdirimi hem şu karakterlerinin mahiyetini çördüğün asısda biçilip çıkıldı. Kanxor Xitay kırgınçılığını toxtat, Kogol Uygur, Uygurlar erkinlik, Xitay ailem kıyardı, faşist Xitay, terörist Xitay degan şuarlar ve ağzımızdan Uygurlarga çıkan her bir sada dünyanın nazarına Uygur meselesi qartıldı. Bunun aksice biz Falastin'e erkinlik, terörist İsrail ve başka şuarlarını doğru bağlantımızda Uygurlar qartılatma kişini Falastin'e aldırıp beygan bulmuş. Mesela Kanxor Xitay kırgınçılığını toxtat degan bu kelime mahiyette Xitay'ın intay biyaram kılgan bir kelime bulup Xitay qarta dolangan her bir namayiş kelimesine güçüge saz varmam. Xitay bu kelimenin kullanılan namayişçiler koşunu adam sanının az köplüğü qarta
özünün Uyghur stratejisini belirlep çıkıldı. Şunu bilmemiz gerek ki her bir hükümran için öz hakimiyeti karta itilgan yumğaq süçteli kelimemi onu bir aram kılıdı. Vehimge salıdı. Kumanlandırdı. Hükümranlığının naşık kılışının enseleşip psikisi şekillendirdi. Kanuni Sultan Süleyman'ın öz oğlu Mustafa'nı boğup öldürüş vesvesesiyle Mustafa'nı boğup öldürüş vesvesesiyle başlatmadan del moşu vehim idi. Şuna Uygurlar için namayış ve namayış kelimeleri intayı mühim bulup namayış bizge eşkim yardan kabahat ahval aslıdımı vicdanımızın bizne koçular söyleyen çıkışını ibaret. Neticede fakat vicdanlık milletlerine vatan kuralaydı. Mevlana kelimelerini güçlü hakkını toplup şundak dedi. Kelimelerini yükselt avazını emez. Yağmurdur çiçeklerini üstügen güldürmem emez. Bir millet ilgilerine millet bozuştu bilen öz-özü sözlügen sözleri ve kelimeleri intayım oyun. Hem de mağul, yine 5 minut vaktim kaptı. Kendi kelimelerini küçük söyleyemem. Kelimelerin tasarruf küçük 5. yıl. Lev Tolstoy'un Anna Karenası. Meşhur Rus yazgıcısı Lev Tolstoy'un kelimelerini küçük bilen yaratılgan Anna Karena obrazının reallık mevcut bulungan bir hiyali obraz ikeniyle ahırda yazgıcı Lev Tolstoy özünü şenmeye kalan. Anna Karena'nın poezini azdığı özünü taşlaydıran kurulap kelgende Lev Tolstoy'un kalemini taşlar. Anna, toxta, poez uzama atmadan yürüp öyle çıkıp ketkenligi hikaye kılındı. Bana bu kelimeni küçük payda kılan təsirat. Biz bu vatan obrazını kelimelerimizden küçük bilen kalbimizde şundan canlandıraydı ki vatanın beşik gün düşkende ah vatan deyince üyümüzde çeşen çıkıp gidilen adet kikileri. Her vakit işimizden kalbimizde gidilen sadağa işinişimiz lazım. Çünkü bu sada hiçbir zaman biz yalgan söylemeydi deydi. Yazıcı Lev Tolstoy. Ama farklısı bir minut fikirleydi. Kelimelerin tasavvur küçük 6. Zikirinin küçüğü. Zikir mahiyet cihette Kur'an'ın yeni bir atılışı. Zikir Kur'an kelimelerinin küçüğü. Zikir kelimelerinin küçüğü insan ruhiyeti bilen birleştirilip xuddi suyqash qo'chilgandek yoki so'rilgandek so'rilgan vaqtida hech qanday bir kuch mag'lub qilolmaydigan ro'y ustunlikka erishadi. Xitoy turmalarida itoatgan Uyg'ur qahramonlari mana shu zikrdagi kalimalarning kuchi bilan Xitoydan iborat bu dag'dasiz zolimga pisand qilmay yashayapti. 5-iyul avgust inqilobining qahramon sheriti 23 yoshli Abduxoliq Abdurashidning o'lim maydonidagi xuddi hech ish bo'lmagandek tamkin oldi. Xitoyning qilchi maslikdagi turishi kalima shahodatlarni va zikrning kuchidan kelgan. Duo kalimalarining kuchi shundoqla jahliga kelish, namoz va duo kalimalarining kuchi orqali tilaklarni reallikka aylantirish, kalimalarning kuchi va zikr haqida namoz va duo kalimalarning kuchi orqali tilaklarni reallikka aylantirishdan iborat bo'lib, kalimalarning kuchi va zikr haqida to'xtalganda uning nihoyatda cho'nqur va ayrim kam bir tiyin ekanligi bo'lganligini hammamiz his qilib turibmiz. Xotima. Biz bu bir qozon suqashni oldi bilan bolalarimiz beram degan slayd serin rejimini qisqartib ketdim. Eng oxirgi xotima. Biz bu Uyg'ur kalimasini bir og'amchi deb tushunaylik. Va bu og'amchini Uyg'ur deb tartaylik. Neticada Uyg'ur kalimasining sekretish orqali dunyoning Birlashgan Davlatlar Tashkilotining, Yevropa Birligining, hatto istiqlolotgan musulmon qarindoshlarimizni, turk millatlarning va butun dunyoning Uyg'ur degan bu kalimani atrofida to'playlik. Google Uyg'ur kalimasini Uyg'urlar mavjudligining yurigi deb tushunaylik. Bu Google Uyg'ur deb. Ahırdan avazını bilen sağlık, selamet, isteyelim tüyüp alalım için. Güzel bir hoşlanma.
Gülşen Abdülkadir Hanım'dan fırlatıcı siyasi için köpten köpretme. Hakikaten bu tırnın küçük, intihayı zor. Eğer tırnağımız üründe kişilik edersek, o koruk gibi oluşturduğu halkı korumdaki rolünü alır. Burada tırnın küçük yapıda topluluk onun da erken kayıp olan bir şeyden dahil ama tırnın dolarının küçük yapıda topluluğumuz onun da biraz erken kayıp kendimizge Yılmaz Abdülkadir Han'ın Amerika dolarının varlık gelişi, küçülüşü, tesiri ve hainliği hakkında siyasete yapıyorduk. Yılmaz Abdülkadir Han'ın hazır kimseye çıkan kısa şunas, bunun Dünya Bankası kadarlık, bunun bu muamele organlarını işleyen, bunun bu muamele kodları başvuruyor. Yılmaz Abdülkadir Han'ın sergi öğrendik. Biraz okumuş geldim. Hazır bu bizden çıktım. 43 yıl işlettim. Amerika'da doktorluk gelgen bir o 31 yıl işlettim. Sosyal, yine okumamış o siyasi iktisat başvuruş, halkara, soda, maliye başkanlısı degenler. Dünya Bankası ve başka dünyada ve bir noktalarla maliye enstitüleri işinin dökmesine. İşte vaktinde buna versiyelendiriş, sözleş, ben yıkılan desek oldu çünkü benim işlevatkan kesbim, şunda kaydı tüzümleri çok zor. Andın talepleri jukur sırtı yapılış için nurgun ruhsatlarını alırsak lesiye bir işki mümkün emesine. Çünkü düzenli bu lesiye bir işlerine katlaştırış kalıdır kalkman. Yani burada bize çıkarmanızı sonra üzerine yazışlı, sözleşli hem de başlayalım.
Bugün sizlerden temirimiz Amerika dolarındaki varlık gelişi, pişirişi ve bunun testleri ve kaydı çözümleri diyen. Bunu buldu birisi, bulduğum birinci ayda talep kılıp adam şu sözler paylaşan bulsunuz bu adamlar düşermeyip şu haftada bulduğum üzerine aldım. Ben erken bayağı bu sözler falan dedi işte onlar bunu ilk aldım. Al bilen şu $10 ki kısa tarihinde üzerine düşen bir bununki bir netice devrini yüz aldı geldiğinde saatini başla koyayım. Bunlar birinciden müstemliklerle pul çıkargan, andın çoğun kurukluk meclisi, bunun da bir ayrım dolar çıkargan, anladın ki kendi pulu kanuni, vaxtıda bir kendi pulu asaslık boğan, bular hemisi pul bahalaşıp ve gönlü bulmak pulunki ahliş kalan, dostap kalan. Dördüncü basmış gelen çağda hoş miktar pulu ve altın standartı ölçümüzü de doların kıymetini altınla, fizikal altınla ya gümüşke kaçlıklarını nimkalarla veya da bir sınıf kapma bağlangandı. Bunun da mesela $1 kaçlık gümüş oldu, $10 kaçlık altın oldu diyenlerden. Şu devrede 1772 yıldan başlayıp official 1900 yılıga 1971 yılıga kadar Amerika dolarısı işte physical altınga bağlanıp kelgen kıymetligi. Amerika'nın ki işki dünya uruşida 1861 yıllarda vaqtincha altın bilen bağlanışını to'xtatib qo'yib turib o'zi qog'oz pul chiqargan, lekin bu qog'oz pul shu birligi bo'lmay pullar baholashib bu pulni oxiri o'lib qaytadan urushdan keyin yana oltinga bog'lanib olgan. Oltinchi bosqich kelgan chog'da eng muhim bosqich 1913 yilga kelgan chog'da Federatsiya Zapasi sistemisi. Bu kurulgan hazır kadar bu bulsa Amerika'nınki Merkezi Bankası. Merkezi Bankası da bütün dünyanın titretip durduğun her bir karar çıkargan çağda bu sistemisi hazır kadar devam ediyordu. Bununki asası kılgan işi pul bisip çıkışı, pulun tanışışı, puldan doların tanışışı, dolarınki hukum oluşunu saklışı, hem de pulunki temel işini kontrol kılışı. Ben şundak işlerini kıldım. Bunun keyin şu bizdeki 1971 yıl kelgan chog'da vaqtida Nixonning davrida, Nixonning davrida Nixon shuni jazolagandan keyin bundan keyin bizning Amerika dollari hech qanday physical metalga ya bo'lmasa oltin yoki kumush hech qanday bog'lanmaydi. O'z oldiga pul biz chiqimni izlab shu vaqtida degan qog'oz pullarni bosib besib chiqib, bunda $1, $2, $5, $10, $20, $50, $100, 1 sent, 5 tiyin, 10 tiyin, 25 tiyin, 50 tiyin, $1 degan bir töbe pullarni besib chiqib, bularning ustida Amerika'ningki mashhur odamlarningki suratli mashhur manzillar, simbollarni besib hazır kadar bu bizdeki modern Amerika dollari hem bütün dünyada itiraf kılıngan ve tandansız pul bulup hazır ayrılmalıdır. Hazır kadar, bugün kadar 3,5 trilyon Amerika dollari bütün dünyanın sol sahasında ayrılıp mihvadıdır. Amerika dolarınki qanday ta'siri
Bugan dünyaya degende bununki birinciden iqtisadi kölemi hem bununki muqimligi. İqtisadi kölemi degan chog'da Amerikanınki ishlab chiqarish umumiy qimmati hozir o'rta ahvolda 3,2% yil bo'yi o'syapti. Uningki nurg'unlagan o'xshamagan sanoatlar var. Hamda naydi güçlük, aqlliq emgak kuchi bazasi var. Bütün dunyoga tengkili. Bular hammasi Amerikaning dollarning ta'siri va uningki kuchlishiga kuch qo'yadi. Ikkinchidan moliya bozorining cho'nqurligi. Moliya bozori degan chog'da Amerikada aksiya bozori var, Wall Street, Stock Exchange, shunga qatorliq 13 aksiya bozori var. Boston Exchange, Chicago Exchange degan qatorliq. Ondan dunyoda eng chong zayin bozori Amerikada. Bular hammasi butun dunyodagi mablag' sarfchilarni o'ziga jalb qildi. Pullar dunyodagi dollarlar hammasi Amerikadan o'zi eqib ketdi. Shunga yana Amerika dollarini kuchaytirdi. Hamda buningki ta'sirini cho'ng qildi. Hamda buningki pulninki faqat yana harakatchanligi bor. To'xtab qolganda Amerika qilib turgan. Üçüncüden, zapasi pul ahvali. Bütün dünyadaki merkezi bankalar, bularınki Amerika dolarını taşqi zapasi, periyat zapasi hakkında işte kalıdı da süpürden tutup duruş mecburiyeti var. Bu Amerika dolara ihtiyacı üstüdü, hem de işençli üstüdü Amerika doları buluş için. Şunun için bunu küçüğüydü, hem ta'sir gösterdi. Yok. Yani birisi petrodollar sistemi, yani bu petrodollar sistemi diyen nima desanlar, bütün dünyada şu mal tavallarda baha koyuşta dollarını adetlendirenler. Belli olsun altın, gümüş, neft olsun, ya açlık, konak buğday, bucak verdi. Bunlarınki baha koyuşta hepsi dollarda baha koyuldu. Bunun da baha koyulan çağda bu sistemi petrol sistemi ve bizimki maliye pul mahasıydı. Şunlarda bata oldu. Bu Amerika dolarınki enerji bazasına Çin bağlanğanlığıdan bu doların yanı hacim küçeydi. Hem bunun təsiri gitti bütün dünyada. Beşinci mühimmetler ahvali. Bütün dünyada qaysi joyda bir iqtisodiy turaqsizlik bo'lsa yoki coğrafya, siyosiy ma'lumotlarimizni olib qolsa, mablag' saqlovchilar o'zining pulini shu yerda pulini dollar almashtirishni yaxshi ko'rdi. Chunki dollarni bir xatdan pul tanıydı. Şuna bo'lgandan keyin bu dollarga ehtiyoji o'sdi, bu yana kuchaydi, ham ta'siri cho'ng bo'ldi. Amerikanınki pul siyosati. Amerikanın pul siyosati Azerbaycan'ın federasiya zapasi sistemida sa'd deb ataymiz biz buni şu fa'd deb ataymiz. Bularninki pulninki o'sibini tamshaydi. Hamda pul siyosatini ijro qiladi. Pulning baholashni boshqaradi. Hamda dollarninki boshqa pullarga qaraganda hem naqdi qimmatini tamshab tura oladi. Bu siyosatlar hammasi o'sha pulning kuchayishiga ham ta'sir berishiga dunyoga roli bor. Undan xalqaro savdoda Amerika dollarini bir hukmronlik pul deb tanıydi. Nima shunday tanıydi degan joy bayda aytgandek nurg'un davlatlar, shaxsiylar yoki shirkatlar savdo qilgan chog'da Amerika dollarini bir vosita qilib mollarini tegishtirishga ishildi. Shunda buni bir hukmronlik pul deb tanishmiz. Siyosiy muqimlik. Amerika'nın bir siyasi 3 yılda bir saylan oldu. Kolay mı siyasi özgürlükler yok. Bu Amerika'nın bir siyasi muqimliğini Amerika dollarındaki küçük işine ta'sir gösterdi ve işkence verdi.
Andın texnologiyada yenilik beriş, rakamlık pul, rakamlık devlerde Amerika'nın aldığı minnet durdu. Bunda texnologiyada aldığım sırtı duruşumu Amerika dolarının küçüğü hem de onun tesirini dünyaya gösterdi. Hoş. Amerika dolarının dünyaya bulan tesiri. Bunun da bayağı sözler ötken, şu bir neçe amillar hem küçüğüydü Amerika dolarını hem bununla tesir gösterdi dünyaya. Burada girişte bir şey göstermedi. Bayda öttük, fırsatası, ahvali, maliyenin ki mukumluğu, halkara, soğuda asaslık olan pulluğu dolanın ki, havalanın ki bahasını bekitişi diyenler. Mevzum şu pul muamele bazarda, maliye bazarda, şu kesipler uzun yıl işlediğimde, 30 yıl işlettiğimde Amerika'da doktorluk kitlegenliğinizin bu tarafta ben çok düzenli tecrübelerim var. Bunun da maliye merkezi dolayısıyla bir maliye merkezi. Amerika'da havaya gittim. Wall Street var, Amerika'daki New York Stock Exchange var. Hem de Amerika government'nin gelmiş, hükümetinin zayımının naitli çoğu muhtardan çetelikler tutup durdu. Hazır Amerika'nın zayımını çetelikler tuttuğun sani 7,6 trilyon. Bunun işte en çok tutuklular birincisi Japon, ikincisi Cumhur buldularda 800 milyon tutuklular hazır, ikincisi 1,1 trilyon Amerika hükümetinin zayımlarını tutturdu. Mesela hazine zayımları diyenler her zayımlar vardı. 20-30 yıl. Andan kalan devletler olsa, enerjiyen eksport olan devletler tutuktur asaslı Amerika'nın. Bu tutuş şekli, zapaslı şekilde de yapılsa özünki eksportun aşkan pullarını zayımlar ilk koydu. Bunun çünkü bir haber şahidi metlak koysa. Şütmeyden, yokumaydan pullar kopturdu. Coğrafya siyasi tesirleri, Amerika özünki pulunu kolu tuttu başkan, nurgun halkarada diplomatik yani siyasi meseleler gelmiş dolar arkalı hiderleydi, konuşuyor dolarla başka küçük dolarla küçük şeyleri gösterdi. Andın bu nimelerden soğudularla halkara soğudularla her xil soğudu cezalarını koyalaydı. Özünki puldaki dolar puldaki küçülü boğalıqıdın şundaq soğudu cezalarını çıkalaydı, iktidarı başını kılığın. Ondan başka yana şu periyadlı siftiye tesiriyet düzələydi. Çünkü periyadlı sifti davlıq tərinib durdu. Onunki tərişcanlığı dolarınki kıymetliği bağlı. Doların kıymetliğini Federasya zapası sistemisi bula bölgeleriydi. Her xil özünki kurallar bilen. Bu başka devletlerinki eksport, import kıldıgan rıqabet küçüye təsir edərləydi. Periyadlı sifti özgərgənliği için. İktisadi muqimliği, bu muqimliğinden dolar zongerliği de atayımız xalqara soğuda. Dolar zongerliği demiştim degan çağda bununki asasi zapası pul bulan sıfıttın. Amerika'nınki
iqtisadni muqimlashtirish hamda o'zining siyosiy pul siyosati yoki moliya qarori orqali pulninki Amerika dollar pulininki qimmatligini ta'sir yetkazadigan uchun boshqa davlat shu orqali boshqa davlatlarninki privat nisbatiga ham ta'sir yetkazish uchun bular o'zining zo'rgarligini dollar zo'rgarligini qilolmaydi o'zininki maqsad uchun deb ataldi. Bundan başka Amerika'nınki doları bütün başka devletlerdeki merkezi devletlerde merkezi bankalarda tutulmuş boğandan keyin Amerika'da bir iqtisadi tushkunlik olsa bütün dünyaya şu qo'ploq kesildik tabrinish rolini keltirib chiqarmaydi. Bunun da mesela 2008 Amerika'daki maliye tushkunlikda bütün dünyaya tabrinish rolga bağlı, bütün dünyada tanılan iqtisadi tushkunlik oldu. Bunu hemimiz sezdik. Amerika'da eğer oldu başka devletlerde mi? Eğer oldu. Hoş. Teknolojiyani sözü dokmaya, buna kaydedin sözler çıkmaya vaktimiz aynı çıkamaz. Bunu sözler olmaya konuşmamız gerekir. Qanday dolar, xalqaro tarixni keltirdilardan deganda bununkida bir necha yani so'zlar o'tay vaqtimiz oz bo'lganligidan 1944 yıl vaqtida texnik Amerika dollari oltinga bog'langan vaqtlarida bog'langan chitingan vaqtlar vaqtida yeniden ikinci dünya urushi tugab butun dunyodagi iqtisodiy ma'lumotdan vaqtda Amerika bir meclisga konferensiga bütün dünyadaki 44 dostane devletlerini geçirip ularninki bu konferensininki asasi gayi urushdan keyin özara hemkarlashish ve xalqaro so'lik berish uchun bir ram tuzish. Şu yerda bir Bretton Woods Agreement deb Bretton Woods kelishmasi qurgan. Bu yerda bu kelishmada bular hammasi maslahatlashib shu qarorni qilib, shu vaqtida Amerika dollarini dunyoninki zapasi pulga deb jakalagan. Şu jakalagandan keyin endi shu yig'inga qatnashganlar hammasi konferensiyaga o'zining davlatining pulini Amerikaninkiga privat nisbatini bekitgan, o privat nisbatini bekitganda gaylari Amerika puliga mixlab qo'ygan, bog'lab gaylari laylama, gaylari yana boshqa shakllarda o'xshamaganda. Hamda shu yig'inda men ishlagan Dunyo bankasi qurilgan. Shu vaqtidami xalqaro pul fondisi IMF qurilgan. Shu vaqtida shu cho'ng ishlar bo'lganda bir ta'sirlik hozir qadar tarixiy ahamiyati bor bir yig'inda. Shundan keyin bu Amerika dollarining asosiy zapas puli deb jakolaganda shu kesimda shu bu Amerika dollariga bir tangdoshsiz rol paydo qilganda butun dunyo bo'yicha. Shundan keyin ham Amerika dollari borgan siri kuchayib butun dunyoga ta'sirini ko'rsatib kelyapti hozir qadar. O yig'indan keyin dollarlashtirish degan bir iqlim bo'lgan. U vaqtda nurg'un Latin Amerikadagi davlatlar va Karibiyandagi davlatlar o'zining davlatininki pulini Amerika dollari qilgan. Unda qilganing sababi Amerika dollari oltinga bog'lanliq. Oltin bog'langan kim bir qadar muqimlik oldu. Ondaki 44 devletmi özünki privat nisbatini Amerika dollariga bog'langandan keyin Amerika dollari oltinga bog'langan. Shuning uchun ularninki pulimi Amerika dollari orqali oltinga bog'langan degan gapda. Shunda bular bir qur iqtisodiyatdan muqimlik oldu deb hammasi shunga ishonchi bog'lagan. Yana bir o'zga unimi tarix pul tarix keltirgan tarafi
dollar merkezi pul maliye bazarı. Bu bolsa dünyada iki pul maliye bazarı var, dollarını merkez kılan. Birisi bolsa New York şehri, Amerika'daki. Vaydi dep ötüp getdik, bu yerde Wall Street var. Çoğun aksiya bazarlar var dep. Bu yerde bütünlay Amerika dollar bilen, Amerika dollarını çöylep iş tutudu. Yani birisi Angliya'daki London. Bu iki yer şehri pul maliye bazası merkezi asasiyet şu dollarını aylanıp dollar bilen işler yürüşüdü. Bayqı depmi ötüp getdik, bahalarını soğudularda Amerika dollar bilen baha tutudu, tavarlarda bahası Amerika dollar bilen buludu. Meyli soğuda iki devletin arasında bolsun, ya nurgun devletler arasında bolsun, soğuda gelişmeler hemisi Amerika dollar bilen yazılıdı, meyli şahsilerninki bolsun. Zapas pulu dedik, bu mu bütün dünyadaki merkezi bankalarda tutup durduğun, mecburi tutup durduğun zapas pulu olanınki taşkı soğuda balanslarını, tamponlıqları tölep tanışıp durduğun. Mavo privyat nisbetiga nima beradigan ta'sir ko'rsatadigan dollar abay dedim, dollarninki qimmati privyat nisbatininki dag'ulishiga ta'sir ko'rsatadi deb. Dollarninki qimmati qanday o'zgarib turdi desanglar, GDP o'zgarsa, masalan Amerikaninki GDP'si shuqurlab chiqsa, tushsa yoki o'simi, pulning o'simi chiqsa, tushsa, mesela 2022 yılı 3. aydan başlap Amerika'nınki pul pahalışı bo'lib ketganligidan uni tizginlash uchun Amerika'nınki bankası da Fed pulninki o'simini chiqishga boshladi. 0.2dan boshlab. Hatta buldu 6. ay 7. aygacha 11 qatim chiqadi. 11 qatim chiqadi pulning o'simini. Shu vaqtida pulning o'simi 0.1%dan 5.5%ga keldi. Dünyada nurg'un pullar Amerikaga iqib kirdi, bu persentlar nim bo'lgandaganda pulninki mablag'ninki iqishi. Endi tushunigim var shu haftaning 3-dan boshlab birinchi qatim endi pulning pahalisi tuvan tushdi deb persentini tuvanga tushadi. Muşlar hammasi davoninki pulninki qimmatligiga ta'sir ko'rsatdi. Endi siyosatninki muqimligi, savdoninki tamponligi hamda dunyoda har qanday yerda bir voqea bo'lsa, muşlar hammasi Amerika dollarininki qimmatiga ta'sir etadi. Amerika dollarining qimmatiga o'ssa, tushsa, privyat nisbatiga ta'sir bo'ladi. Hükümranlık maliye. Amerika dollarsını bir hükümranlık maliye deydi. Bunun da Wall Street'ten başka, New York'taki aksiya pazarından başka yana nurgun Amerika'da maliye institutionlar var. Şuların birisi de ben işleyen uzun yıl, 23 yıl. Bunlarınki hemmisi dünyada ornu var, mevcudu var, vekillik kılalaydı. Bunlar hemisi dünyadaki pullarını, meblağlarını salalaydı. Hem dünyadaki şu pullarının aylanışıga ta'sir göstereydi. Pul siyaseti, Amerika'nınki pul siyaseti, bunun da şu bayı dep ötgendek pulninki qayaqqa iqishi, maliyaninki muqimligi, bu taraflarını hemmisiga ta'sir ko'rsatdi. Bayıma texnologiyanı, raqamlik pullarını dep bulduk. Andın 5 minut vaqtim barken bunun da dünyanınki pul kaydı kanunlarda azraq to'xtalib o'tay. Qandaq kaydı kanunları, tüzümleri bağ degan chaqda birinchidan bay ödep öttüm. 44 yılı kurulgan Xalqaro pul fondi jamiyati.
Mən öz vaxtıda doktorluq bitəgəndə bu yəqim imtahan bəgəndim. Dünya Bankı'nın imtahan bəgən, Dünya Bankı'nın aldığı uxturuş çıxıb şeyə işə kirib getdim. Bu IMF bolsa, bula asasiyyətdən dünyadakı pullarınki aylanışını tərtib silişqə məsul buludu. Həm də əza dövlətlərinki privat nisbeti sistemisini nazaret qılıdı. Anandın keyin müşü başqa bir bularınki 190 əza dövlətləri var. IMF-ninki. Şu əza dövlətlərininki qiyinçiliklər olsa, taşqı soda tərəfdə pulunu töləməydiğən, onlara yardım verirdi. Bu asasi, IMF-nin asasi məqsədi privat sistemini mükemmelleştiriş, muqimlaştiriş, şunun bilan birlikdə xalqara sodani ilgari surish. Shu rolni o'ynaydi. Andan keyin yana qoidalardan privat nisbati sistemimiz var. Uningda bog'langan muqim, laylama va boshqarish degan o'xshamagan privat sistemlar va pul boshqarishda capital mablag' tizginlash, capital control. Buningda har bir davlatlar o'z oldida chetdan kirgan mablag' saquvchilarni kontrol qildi, tizginlaydi. Hamda o'zining pulininki sirtqa chiqib ketishini tizginlaydi. Ondan tambojni bojni qo'ydi, chetdagi shu eksport importliklarga. Mablag'ni tizginlashninki asosiy maqsadi o'zinki maliyasini muqimlash, birinchidan, ikkinchidan hayonkashlik mablag'larninki iqib chiqib ketishni oldini saqlash. Boy dedik, pullarni bir-biriga bog'lash, unimi dedik, 3 minut vaqtim bor ekan, xalqaro kelishmalar. Xalqaro kelishmalarninki ichida masalan NAFTA degan bor, CFTA bir necha shu xalqaro kelishmalar bor. Bular hammasi pul aylantirish va savdo nizomnomlariga munosabatlik belirliklarni qaror qiladigan va shular bilan mangadigan organlar. Yana birisi bo'lsa pul yuyish, o'zing xaridorlaringizning kimligini bilang degan, bo'lma bizmi shu moliya soyasida jiqishlaygan bo'lgandan keyin yilda bizningki necha shu laysensimiz var, laysens knishkimiz pravda bir nima shu xizmatni qildigan. Shuning uchun imtihon beradi. Buni yomon ching tutdi. Birasi 100 million dollar elib, mana mablag' solma deb kelsa yoki shaxsiy bo'lsin yoki bir tashkilot bo'lsin, bu pulning nerdan kelganligi, qayerdan kirib chiqqanligini buni oldidan surishtirishimiz kerakda. Buningda surishtirib, pakiz pulmi, pul yuyish ahvoli bormi, seninki xaridoring kimi, shuni aniq tushunish, tunib yetish, bu bir cho'ng belgilama va qonuniy bu moliya sistemdagi. Ma'u yana birsi oxirgini so'zlab o'tay, 1 minut vaqtim bor ekan, xalqaro savdo kelishmasi, International Trade Organization, bularmi shu savdo tambojni beji, shularni tangshash, pulni tangshash hamda xalqaroda savdoda bo'lgan talash tortishlarni haqida ularni bartaraf qilish, shu orqali dunyodagi xalqaro savdoni ravon mangdirish, yo'lga selish shundoq rollari bor bularninki. Bular hammasi shu xalqaroninki pul aylanmadagi tartiblari, nizomnomlari, qaysi davlatlar Amerika dollariga bog'langan deganda, ma tuvandagi davlatlar hammasi Amerika dollariga bog'langan. Saudi Arabia, United Arab, Hong Kong, Bahrain, Jordan, Oman,
Lebanon, Belize, Eastern Caribbean, Aruba degandek dövlətlər. Ondan keyin Xitoyning puli. Xitoyning puli Amerikaga bağlanğanmı deb jiq haqlar savol so'rab ketgan. Xitoyninkida hamda ular Amerika dollarlari emas, bir sivat o'xshamagan vaqtim to'shdi, o'xshamagan pullarniga o'zining pulini tanshab olgan, uninkini bir boshquradigan bir balvoq va shuning ichida o'zining puli priviyat nisbati yuqoriga chiqib tuvan tushib turadi. Hamda ularninkini shundoq o'zlari aralashib turdi, hukumat davomliq ularninki pulininki priviyat nisbatiga. Mushunchalik so'zlar, rahmat sizlarga. Tinchapning vaqa. Gulnaz Abduqodir xonimning qimmatlik leksiyasi uchun ko'p rahmat. Hamda 15 minut ara beramiz, 15 minutdan keyin davomlashtiramiz. İkinci oturuşumuzga hoş geldinler. Bizning aramızda intayin qimmatli bir mehmonimiz var. Germaniya Bavar parlamentining muavin boshlig'i Markus Rindersbach efendim. Markus efendim bizga tuanda o'ziniki ko'ngil so'zlarini qilib berdi. Markus efendimdan keyin Abdushukur Muhammad efendim bizga Abdushukur Abdurashid efendim akamiz bizga buni tarjima qilib bermoqchi. Ko'p rahmat. Dear Mr. President Sitik, dear friends of the Uyghur Projects Foundation, honored guests, excellencies, ladies and gentlemen, dear friends. As Vice President of the Bavarian State Parliament in Germany, in Munich, and a friend and supporter of the Uyghur cause for decades, I thank you for your invitation to address a very, very short greeting to you here today in this beautiful city, Istanbul. Assalamu alaikum. Ben Bavariya ştatındaki parlamentindeki muavin prezident olmalarım için sizlerle aramlarda çaylık şehir İstanbul'da olmalarım için düzenli gurur duyuyorum. I'm always very impressed by how Uyghurs around the world come together and wage a strong solidarity-based fight for freedom and justice
The diaspora is determined on all continents. Her zaman şu Uygurlarınki Düş üçün davamlıq bir yer kelip, muşundaq bir fəaliyyətini orlaşdırıb atqanlığının üzərindən ki, hayırlılığını bildirmən. I am from Germany. Germany has become one of the key destinations in Europe for Uyghur exiles, with the city of Munich emerging as a critical hub for Uyghur activism. The Uyghur community in Munich, while small, plays a central role in raising awareness about the atrocities in Xinjiang and advocating for the rights of Uyghurs worldwide. The German government, while initially hesitant to publicly condemn China actions due to economic ties with Chinese companies operating in Xinjiang, has gradually become more vocal about the human rights violence against the Uyghurs. Ben özüm Germaniyanın Münih şehri olsa, şu Uygurlarınki diasporasındaki mühim olan Münih, şu Uygur hareketinde mühim orunda durdu. Gerçi Münih'teki cemaati küçük olsa mı, onlarınki şu Uygurlarınki vaziyeti hakkında kılınan hizmetleri dünya boyunca şu Uygurlarga dikkatini tartıştı. Naydı mühim rol oynaydı. Germaniya hükümeti gerçi iktisadi bağlanış tüpelini Xitayga bo'lgan dastlabda bek adilliklar turga chiqmagan bo'lsa-mu, bag'ansiri shu navbatdagi Uyg'ur inson haqlariga elib berilayotgan zo'rlik haqida bag'ansiri chiqishga boshladi. My city, Munich, has become a vibrant center of Uyghur culture and resistance. Uyghur organizations in the city work tirelessly to document human rights abuses, provide support to asylum seekers, and raise international awareness. The work done by these groups is not only about survival, it is about the preservation of a culture and people targeted for erasure. Bu Münih şehri olsa, şu Uygurlarınki medeni ve karşılık hareketlerinki Uygur cemiyetleri toplaşkan bir şehir. Bu şehirde biz toxtamasdan şu Uygurlarınki gelip berilayotgan zo'ravonlik haqida şununki nemisini materyalini toplashda, onun keyin şu Uygurlarınki pandalik ishlarini qo'llashda naiti yaxshi xizmatlarni qilyapmiz, ham xalqaroning diqqatini tortishyapmiz. Hamda Uyg'urlarninki shu madaniy jihatdagi qo'llash va ularninki ularga olib berilayotgan shu zo'ravonlik harakatini yo'q qilishga tirishyapmiz deydi. But of course, Minister President, the United States are one of the most vocal critics of China's policies in Xinjiang, with the US government designating China's actions against Uyghurs as genocide in 2021. This stance has provided Uyghur exiles in the US with strong political support, and the US has become a key base for Uyghur activism. The Uyghur population in the United States is relatively small, but Uyghur organizations in the US have played a significant role in shaping international discourse on the issue. Endi biz Amerika Qo'shma Shtatlariga keladigan bo'lsak, Amerika Qo'shma Shtatlari shu Xitoyninki Sharq Turkistonda olib berilayotgan zo'ravonlik qilmishlariga eng qattiq tanqid qilayotgan davlatlarning birisi. Ham shunday qilib Amerika hukumati shu Uyg'urlarga olib berilayotgan qilmishlarini 2021-yili irqiy qirg'inchilik deb qabul qildi. Uyg'urlarni Amerikadagi Uyg'urlarga olib qaratilgan kuchlik qo'llash bu Uyg'ur shu navbatdagi vaziyatiga nisbatan muhim rol o'ynadi. Undan keyin garchi Uyg'ur jamoati kichik bo'lgan bo'lsa-mu, Amerikadagi ular aktiv xizmat qilish orqali shu xalqarodagi Uyg'ur vaziyatiga bo'lgan ko'z qarashga muhim rol o'ynab kelyapti. While Uyghurs in exile are often safer from direct persecution than those in Xinjiang, obviously they face a number of challenges.
Many Uyghurs in exile report being arrested by Chinese authorities or their agents. This includes threats to their families back in Xinjiang, attempts to monitor their activities abroad, and pressure to remain silent about the experiences. The Chinese government has implemented a global strategy of intimidation. Endi navbatdagi Uyg'urlar duch kelayotgan masalalarga qaraydigan bo'lsak, bular bir qancha narsalarni o'z ichiga oldi. Birisi shu digital qilgan shu Uyg'urlarga olib berilayotgan kuzatish va ularga zo'ravonlik yoki zo'ravonlik qilib berish. Bu chet elda yashayotgan Uyg'urlar mayli hukumat tarafdan bevosita bo'lsin yoki ularning o'zlarining odamlari orqali oilasi vatandagi oilasini ahvolning yuz berishini tahdid qilib turib, ularni davomli kuzatishga va ularni qo'rqitishga, ularni ovozini chiqarmaslikqa tirishchilik ko'rsatadi. Uyghur refugees often face challenges in obtaining legal status in their host countries, particularly in regions with less robust asylum systems. Economic difficulties, including unemployment and difficulty integrating into local labor markets, are also common. And in recent years, China has extended its repression beyond its borders, exerting pressure on governments around the world to deport Uyghurs back to China, where they face the threat of disappearance and indefinite detention. Countries like Egypt, Kazakhstan, and even Tajikistan have been implicated in such deportations. Uyg'urlarninki duch kelayotgan masalalarning yana birisi shu qonuniy va iqtisodiy jihatdagi qiyinchilik deydi. Masalan, Uyg'ur panohlik tiluvchilar bir qism davlatlarda qiyinchiliklarga duch kelib, ular qonuniy jihatdan e'tirof qilishga erishamaslik, undan keyindan iqtisodiy jihatdan qiyinchiliklarga yo'l qo'yish, masalan, ish topolmaslik yoki bo'lmasa o'zining iqtisodiy ahvoliga kafolatlik qilmaslik ahvollarga duch kelyapti deydi. Undan keyin yaqinqi yillardan beri Xitoylar o'zining zo'ravonlik qilmishlarini chegaraning sirtiga kengaytib, bir qism ojiz bo'lgan davlatlarga besim ishlatish orqali Uyg'urlarni Xitoyga qaytarishga majburlash yoki bo'lmasa ularni yo'q qilib etish yoki bo'lmasa uzun muddatli turmush solash ishlariga besim qiladi. Buning ichida masalan Misr, Qozog'iston va Tojikiston qatorliq davlatlardagi bo'lib o'tgan ishlar buning amaliy misoli bo'la oladi. The international community has a moral responsibility to hold China accountable for its actions and to offer refuge and support to those fleeing oppression. It is our duty to ensure that the voices of the Uyghurs are heard, their rights protected, and their culture preserved. The world must act not only in words but in concrete deeds to bring an end to this grave injustice. Dünya cəmiyyətininki şu Uyğurlarga elib berilayotgan zo'ravonlikqa qarshi Xitoydan so'rash majburiyati va ham shundaqla shu zo'ravonlik tufaylidan qochib chiqqan panohlik tilaguvchilarga yordam qilish va ularningki qonun huquqini qo'llash majburiyati bor deydi. Bu yerda bizningki majburiyatimiz, bizning demoqchi bo'lganim hamda shu Germaniya hukumati yoki Bavariya hukumatiningki bizningki majburiyatimiz shuki, shu Uyg'urlarning ovozi xalqaroda anglanishi, ularning qonun huquqiy qo'g'dilishi, shundaqla dunyo shu Uyg'urlarning haqqini, huquqini qo'g'dash uchun amaliy harakat qilishini biz talab qilamiz. Today I stand before you with immense gratitude and admiration for the incredible work of the Uyghur Projects Foundation. The organization has shown unwavering dedication in its mission to shed light on the struggles of the Uyghur people and to advocate for their rights and culture and dignity in a world that too often turns a blind eye. Men bugun shu munosabat bilan Uyg'ur Project fondiga bo'lgan rahmatimni bildiraman. Bu organ shu navbatdagi Uyg'urlarningki kurishiga o'zininki yordamini hech qachon to'xtatib qo'ymadi. Ham shundaqla Uyg'urlarningki haq huquqini qo'g'dash, madaniyatini qo'g'dash, Uyg'urlarningki g'ururini asliga keltirish uchun nurg'un xizmatlarni qilyapti.
would especially like to extend my deepest thanks to the Foundation's president, Mr. Erkin Siddiq. Your tireless efforts, your courage, and your commitment to justice have made a profound impact not only to the Uyghur community, but on all those who believe in human rights and freedom. You have inspired countless individuals with your leadership, and your work serves as a powerful reminder that we must continue to fight for those whose voices are silenced. You have provided a platform for Uyghur voices to be heard, for stories to be told, and for the truth to be shared. And for that, we are truly grateful. Ben şu münasebetlen yana bir qatam Erkin Sıdık efendimge özlemdenki rahmetimni bildirmen. Erkin Sıdık efendim şu Uygurlarninki navbatdagi vaziyatini dunyoga anglatish, ovozsizlarning ovozi bo'lish, Uygurlarning madaniyatini qo'g'dash jihatlarda nurg'un xizmatlarni qilyotdi. Mana bugungidek shunday faoliyatlarni o'rinlashtirish orqali navbatdagi vaziyatni keng jamoatchilikka tunishtirish, texnik ko'p xizmat qilishga rag'batlantirish ishlarini qilyotdi. Yalğız bu qilayotgan xizmatlari Uyg'ur Project fondining doirasida emas, yana boshqa hatto texnik keng doiradagi insonlarninki shu inson haqlariga bo'lgan zo'ravonlik qilmishlarininki to'xtatilishi qatorliq ishlarni nurg'un xizmatlarni qilyotdi. Bu munosabat bilan men Erkin Sıdık efendimga yana bir Together, we will continue to strive for justice, equality, and the freedom of all Uyghur people. Thank you, Mr. President, Mr. Siddiq. Thank you all. Thank you to the Uyghur Projects Foundation for your remarkable work. We stand with you, and we will continue to support your efforts until the day when all Uyghurs can live in peace, freedom, and dignity. Biz endi mushundaq nima faoliyatlar orqali Uyg'urlarninki davosini texnik keng doirada tashviq qilishimiz biz sizlar bilan birga xizmatlarni to'xtatamiz. Thank you very much. Magnus efendimning qimmatlik nutqi uchun ko'p rahmat. Shundaqla Abdushukur efendimninki tarjimasi uchunmi ko'p rahmat. Yana birga Magnus efendimning Uyg'urlarninki haqqoniy kurashini tavranmay qo'llab kelganlik uchun ko'p rahmat. Endi ikkisi so'zlaguvchilar tugadi tushdan burungi faoliyatda. Ammo bizningki Avstraliyadan kelgan Salima Kamal xonimninki bir qisqacha ko'ngil so'zi va o'zininki yozgan kitob haqidagi bir tushuntirishi bor. Undan keyin savol-javob qismiga o'tamiz. Salima apay, sahnaga rahmat. Assalamu hammanglarga. Hammanglarni ko'rib, Turkiyada ikkinchi qitim ko'rgan inlarimiz, singillarimiz, hammanglarga rahmat. Men bu yil leksiya berish nimasi yo'qdim. Endi Uyg'ur Chapayev kiyim degan kitobni hammanglar bildinglar, birinchi nashrdan chiqqan. Shu kitobni ikkinchi qitim Teklimakan nashriyati Uyghur Project fondining yardım bilan ikkinchi nashr qilindi. Shu munosabat bilan bir ozroq tushuncha berib qo'yish fursatini berganga sizlarga rahmat Erkin. Men Şinjan Gazetede 32 yıl işledim. O jarayonda Janub Şimal Altay Böcektin tatib Xotan Qashqar Keriyaniya kezib жүріп muxbirlik qilgan bo'lg'achqa Uyg'urning ahvolini balkim xil odamlardan bakrak tushunishim mumkin. Ammo bu qitimqi kitobimning texmo bir
qimmatli shu yerdagi 20 yil saqlagan bir maxfiyatlik bu kitap. 20 yil saqlagan. Nemishga? Chunki o kitobdagi ismi elingan odamlarning hayoti tahdid ostida qolmasin deb o'qib bo'lganlar kitobni balkim bildinglar. Chegirdan nihoyat tashda qo'qib jirib o'tkazgan qo'l yozmalardan tortib hamma narsani kitobga kirgizdim. Hadig'im chiqdi. U kishi kitobimdagi mashhur birinchi shaxs vafot bo'lib ketganligi uchun 20 yildan keyin e'lon qildim. Afsus, kitobimni vatandan chiqargan bo'lsam, shu qahramonimizning beshiga o'zim bir borgan bo'lsam, xayr, amal yo'q. Endi bu kitobdagi odam bizning milliy armiya sepida nihoyat botirlik ko'rsatgan odam ekan. Bir kuni uyim Şinjan'da şöyle içinde çıkıp gidiyorsam bir ayol çağırdı. Bir qahramon odam bor, unutilib ketyapti. Uning bolasi bor, chet elda qahramon, uni hech kim bilmayapti. Sizga ishinib keldim, shuni bir siz aşı kishini bir yo'qlamasangiz bo'lmaydi, 90 ga kirib qoldi deb. Adresini ilib bordim, birinchi qitim ko'rishdim, nihoyatda afsuslandim. Ishonmadi. Shunchalik kechgacha taqib ostida bo'lgandan keyin tuzuk ochiqchiray ashmidi, yenimda raylar bor, bizniki Shvetsiyadagi raylar singlim bor. Axir o kuni amalsiz ketib, ardın 2 yil o'tgan yana izlab bordim. Shu chaqda men ishinib, qo'l yozmalarini o'zi turmada 17 yil yotgan vaqtida ochliqdan o'lib ketgan, doktor yo'q o'lib ketgan bir bolasi va uyda qiynalayotgan bolalarning birisini aketgan ishlab aka. Shu bolasining rasmini qo'limga tutqizib, nihoyat ochiq bilan u dunyo bu dunyolik sana emanet. Balamni topsa, anang maddadan deyse, anlasam balam qattiq qahramon bir bol bo'libdi chet elda. Mening misolimni yetkazib, mani sana topshirdim. Ammo buni G'uljada oshmaysa, Urumchida oshmaysa, chet elga berib ochsang, andikin qila olaysa bu ishni deb topshirgan. 20 yildan keyin shu bol bilan ko'rishdim. Otasining armonini o'rindidim, Xudoning oldida bergan va'damni o'rindidim. Gerçi o jihatdan azroq xotirjam bo'lgan bo'lsam-mu, afsus, Abay deganimdek, nihoyatda qahramon odam, nihoyatda og'ir kunlarni ko'rib, oxirida armon bilan u dunyoga ketdi. Kitobim shu, uning kitobining birinchi mazmuni, ikkinchi mazmuni Shexov so'qishida komissar bo'lgan odam bilan ko'rishdim. U odamning texmi 700 necha jangchi o'lsa ko'madiganga imkon yo'q, qarab tursa qog'ozlar yeb ketyapti deydi. Saqlab ketgan katta qog'ini terib akanimizni sanasak 711, ularga birdan go'rkolashqa yoki namozini tushirishga amal yo'q. 4-5 metrlik chunqurlikni ko'lab tashlab üstüge topini tashlagan biz. Shuning qabrisini qatirib qo'yay desam, 10 yil bo'ldi tasdiq olamadim deb bir hikoya qolgan eslar ko'rsanglar bo'ldi. U qabrni keyin bir o'qituvchi bilan bir boy kishi o'lib ketgan qatirib bo'ldi. Qatirdi, rasmlar bor, menda uni oldirdim, kitobga kirgizdim. Ammo yaqinda bir skeptika u qabrni tibtiz qilatdi deydi. Shunchalik içindim va shunchalik o'zimdan mamnun bo'ldim. U qabrlarning hamma shakli kitobimda bor. Endi undan boshqa yana bir muncha mazmunlar bor. Bir o'lib ketgan qotil qizning qabrisini 14 yil izlagan bir rassom bir kuni meni izlab keldi. Mana urushda 16 yoshli bir qiz o'lib ketibdiki, ota-onamni anglagandim, rasmini sizlay desam, foto surat yo'qka, rassomning qoidasi bo'yicha 100 kiptini bo'lsin to'g'ri chiqarishim kerakdi. Shuning uchun 14 yil izladim, to'ymi qilmadim. Axir bir qozoq kishining yordami bilan topdim. Mana suratni sizga beray, sizga bo'lsin deb o'zining ahvolini uni kirgizib qo'ydim. Qaranglar, bizning odamdan bir yosh rassomning aqidasini biz ular qaraganda hech nima qilmabdi. Shuna o'xshash Janubiy Shinjongda bo'lgan kurashlarda qahramonlik ko'rsatgan Abduniyaz Kamolni hammanglar bilasizlar. U kishining hayotini o'rganib menga qattiq ta'sir qildi. Chunki boshliqlarning ba'zilari choy ichib o'tirib, yumshoq ko'pida yashab o'lganlar bor. Jangda o'lgani haqiqiy qahramon. Abduniyaz Kamol jangda titib o'rislar. Shuning uchun uni kirgizdim. Chunki uni kirgizishimning u tarafi yana birisi Janub bilan Shimolning o'xshash qahramon odamlar bor. Kitobimda ikkisi bir yerda turishi kerak. Oxirida miltiq bilan emas, qalam bilan o'zini yezib ko'nglini Uyg'urning sadosini ifodalagan Malika Ziyovuddinning qanday fojialik o'ldirilganligi madaniyat inqilobida. Demak,
Miltiqmi düşman, qalammi düşman Xitoyga. Mustaq bir narsalar. Ha, kitobimning qisqacha mazmuni shu qolgan. Endi yana bir narsani deb bersam, sizlarga shunda erkin azodi ishlarni qilib ziyorat qildingmi deb qolmanglar. Birinchi qitim shu Chapayev nomini ag'a odamning uyiga, shu cho'ng odamning uyiga borganimda aqam saqchi kirib oldi. Bu kitobimda tafsil yozdim. Saqchi kirib olganni u odam tuydi, olibla menga bir qarab qo'ydi, meni u odamning uyidan aketdi. G'ulji shaharning ichida uyim bor, uyimning adresini deb bermadim, mendan so'ramadi. O'ttil ashadni akilgan bit uyimni oldiga tashlab qo'ydi. Demak, shunday materialni ko'tarib mangacha men pek ansirdim. İkinci qitim Şeyh Soquşur komissar bu adamning uyidimi, endi bir kitobni chiqarib o'zini yozgan kitobga imzo qo'yib beray deb bir odam assalomu alaykum deb kirdi. U odamni bir olib to'xtab qoldi. Bizning mashhurlarimiz qalam egilarimiz Yalqin Ro'zi va uning o'xshash Abduqodir Jaloliddin, tabiiy fanlar sohasidagi Xalmurat Qo'pur, Toshpo'lat bularni yo'qotdi. Ammo onda Kırıp yaşı bir yer bağlı adamlarımı ta ki 2004-2005 yılı ayrıldım vatenden. Şununca takip astı diye. Bunu bir ben küçükteydi yan birindeydi buna bir cevap tapamadım ben. Bunca Uygur'dan korktu ki onda kadar. Uygur'dan korktu, Uygur'dan ensireydi bu hatta işmeydi. Şununca ular özlerimi titrep yaşaptı bizden meşhurlarımız. Ularning değişiminin maqsadi o'z tarixini bilmagan haqni bo'lsangiz ish o'xshaydi deydigan gap bor ekan Yevropaliklarda. Hammalardan o'tinaman tariximizni yaxshi o'rganinglar. Bizning qahramonlarimizni unutib qolmanglar. Hamon bir kuni sizlar, yoshlar, cho'nglar ketadi. Yoshlar sizlarga qoldi. Osh qahramonlarimizning ruhi sizlarni bir silkindirsin degan armon bilan sizlarga kitobimni taqdim qilman. Rahmat. Salima apayning so'zlariga ko'pdan ko'p rahmat. Salima apamizningki kitobi setilmoqchi. Uningki pulisi Uyg'ur Project fondiga iona qilinadi. Shunga qo'llashni xohlaganlar setib olsanglar bo'ldi. Undan boshqa kitoblar haqsiz sovg'a qilinadi. Ilib olsanglar bo'ldi. Endi biz oldingi uch leksiya so'zlaguvchini sahnaga taklif qilamiz. Gulshan Abduqodir xonim, Gulnaz Abduqodir xonim, Magnus efendim. Sahneye merhamet. Gülşen adam yok mu? Kol gidiyor. Gülşen adam chiqib ketgan o'xshaydi. Kapog'icha. Magnus efendim bilan Gulnaz Abduqodir xonimdan so'raydigan savollarni so'rg'ashtiraylik. Savolinglar bola qo'l ko'tarsanglar mikrofon qilishinglarga boradi. Agar mehmonga savolinglar bo'lsa, masalan, Uyg'urcha so'rasanglar, men germancha tarjima qilib berdiganga o'tirg'a chiqib qoldi. Gulshan keldi. Başqalardan savol gap bo'yicha men Gulnaz Abduqodir xonimdan bir savol so'ray. Gulshandan yerine bo'yicha. Hozir xalqaro munosabatda Xitoy, Rossiya qatorliq davlatlarning boshchiligidagi birikiz Amerika dollariga xirsab kelyotdi. Amerika dollarining ishlatilishini tashlab, buning o'rniga biz o'zimizning pulni ishlatamiz degan sado bilan o'tirg'i chiqib faoliyat qilayotgani bir qancha yil bo'ldi. Balki bir qancha 10 yil bo'ldi.
Sizningcha bularninki Amerika dollarini tamamen pirovotdan chiqarib o'tib, o'zining pulisi bilan tijorat qilish imkoniyati bormi? Bular Amerika dollarining hukmronlik o'rniga qanchalik xiris kelalaydi yoki kelyapti? Rahmat. Ya, o'zinglar degan boy so'zlab o'tgandek, Amerika dollari xalqarada asosiy zapasi pul butun dunyodagi hamma markaziy banklar Amerika dollarini tutib turdi. Uni menga yo'qotib, Xitoy o'zining pulini chiqarish menchi bo'lsa yaqin zamonda mumkin emas. Keyingi uzun zamonlar o'tgan keyin qanday bo'ldi, uni bir farz qilib bo'lmaydi. Menchi o'zi yaqin zamonda mumkin emas. Rahmat. Boshqalardan savol so'raydiganlar bo'lsa. Burhan Sityapan. Assalomu alaykum. Mening savolim Gulnaz Mataevga. Gulnaz Mataevni 1971 Amerika qulidagi oltin almashtirish nimasi qilib xufiyat, ya'ni bir prosesni o'tkazib o'tamiz. Bu vaqtdagi asosiy sabablardan biri o'sha Amerikaniki to'xtamasdan Amerika dollarini chiqarib oltin bo'lmagan ahvolda, ya'ni oltin zot yo'q, oltin desib chiqargandan keyin Fransiya hukumatiniki bu dollarni yig'ib Amerikada taslim qilib, Amerikada taslim qilib oltinni barcha talab qildi. Amerika oltinni taslim qildi. Buni shu nega to'g'ri shu Amerika xalq to'g'rimi, ya'ni o'zi olmay turib boshqa shu sanoatlashgan Germaniya, Fransiya dollarni Amerika aldı dollarni biz oltinni o'zida oltin yo'q ekanligiga e'tirof qilib asirabdan Nixon chiqardi. Shuni sizni Chet ellarda shundoq deydi ekan, Amerikada onamday pul siyosati, pul tarixida ochiq undaq demaydi. Shunda ishlar bo'lishi mumkin. Amerikadami abay tarixida o'tgan to'g'rilarni jiqbisib, paxallashib, uningki birlik bo'lmaganlikdan pulninki. Shuning bilan oltin bilan kumushga bog'langan. Shundan keyin Amerika dollari bir qo'l mukammal bo'lgan. 71-yilda qanday ishlab ketdi? 71-yilda nurg'un ishlab ketdi. Nixonning vaqtida. Menchi qalayim qani. Gaylar ochiq, gaylar ochiq emas. Men o'zim shu pul muomala sohasida uzun yil ishladim, 30 yil. Wall Street'da lisens ilib turib 78 lisensim bor. Bizni aytdi qattiq deymiz tuzumlar, muomala hamda qonunlar bordek. Bu to'g'risida biz qalayimqan so'zlashga faqat ruxsat yo'q, qalayimqan emas, leksiya so'zlashimga ruxsat yo'qdi burun. Pul 8 oyda pensiya chiqqanligimdan mayda so'zlayaptim. Menda uni oldida akademiyaga majlisga kelgan 2014-yili leksiya qilish ruxsat bo'lmagan, anglab ketgandim. Shuning uchun u ishlar bo'lgan, pul paxallish Amerika tarixida chiqib bo'lgan. Ularni qanday kontrol qilgan, har birisini o'qishmagan, qurollar bilan o'qishmagan, masalalar bilan bo'lgan. Sizning deganingiz to'g'ri, ammo uni ochiq oshkora leksiyalarda Amerika o'zining ichida ancha pul qolmagan, nimada oltini qolmay andoq bo'lgan deganlarni deb so'zlamaydi. Rahmat sizga. İlgili biz ürünçide taşyol kuruluşlara yoki boshqa bir kuruluşlarga Dünya Bankisi pul tasdiqlabdi. Hatta bazı kişiler bevosita sizniki qo'lingiz orqali bo'pti degan xabarlarni oldik. Bu xabarlar rost bo'lsin, qanchalik bo'lsin biz suyungan sizning bilan ishlayapmiz. Biz
Meni hozir so'rayotgan savolim va Dunyo bankidagi mablag' tafsilotini bilmayman, ammo hozirgi Uyg'urlarimiz uchun projekt asli bizga foydasi Yo'q, sorry. Yo'q deganning sababi Dunyo banki abay dedim-ku, men Bretton Woods kelishimida 44-yil qurilgan. Uningki asosiy maqsadi dunyodagi taraqqiy qilayotgan davlatlarga davlatlarning hukumati orqali qarz berib, ularninki shu kambag'allikdan qutqizish projektlar orqali naqd pul bermaydi. Masalan, biz vatanda Tashil projekt qildik. Ben 10 yıl işledim Dünya Bankı'da. Muharip projekt qildik, binalarni saldik. Lekin nimdaymiz yezigilik taraqqiyot, ta'limninki suv kirish chiqishi, shular misol men o'zim bevosita qatnashgan tashkil qurishlarga necha milliardlik. Shu vaqtida bizga bir iltimos kelgan. Xotanning bir yezisida su yo'q ekan, pok suv. 90-yildagi gapda. Pok suv yo'q ekan, hayvonlar bilan odamlar bir ko'lchakda suv ichadigan, qutlatgan suvlarni. Shu suvni tozalab turgan bir projekt qilsak deb bizga iltimos kelgan to'landan. Shuni biz yezib Xitoyningki moliya ministriga bu Dunyo banki har bir davlatning moliya ministri bilan ish qildi-ku. Hukumat bilan ish qildi, shaxsiy bilan qilmaydi, ya tashkilot bilan qilmaydi. Shuni uningga sunsak, bular analiz qilib, u yerda odamlar ozga Xitoychada rinkomijidu deb qo'ydi, Xitoy odamninki qanchalik mablag' sarflab qanchalik odamga foyda bo'ldi degan hisoblaydigan. Xotanga undan mablag' sarflab oz odamga ta'sir qildi ekan. Bu pulni biz Sichuanga solamiz. Sichuanda odam zich. Shu o'xshash pulni Sichuanga solsak, bundachiq odamga foyda bo'ldi ekan deb shu biz qilgan pulni Sichuanga o'tkazgan. Bermagan shu vaqtda. Men bilan ham bir turk niman bordi. Birga ishlaydigan xizmatdoshim xeyli kuchli. Ammo undan keyin men Xitoydan meni yo'tkib etib, o'sha Xitoy arz qilib, mesela Uyg'urcha biladigan bir sualga bizga kami so'nmay, chunki vaqtni sifatini tuzitishda Qashqar taraflarda tumanlarga tushib nurg'un odamlarninki amil ahvolini hukumatning og'zidan emas, obyektiv odamlarning bularning ahvollarini bilib oldik-da. Ularni yaxshi ko'rmadi. Chunki ular biz bunday vakil bo'lib borsak, vakillar so'zlab bersa, o'zining xolig'ini xalqan yak apağanı undaq yaxshi ko'rgan, yasab qo'ygan, ya'ni oldinala. Biz o'qib bo'lgan yerlarni berib bilmagandan keyin ular meni yaxshi ko'rmay, ular qizil hujjatlik tashliq uqtirish chiqarib Dunyo bankiga sunib, meni u yerga kamison deb iltimos qildi. Shuning bilan meni O'rta Osiyoga o'tkazib, biz O'rta Osiyoda ishlaydik. O'rta Osiyoda ishlaygan chog'da O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston degandek ashadagi hamma davlatlarda ishlab turib proyektlarni qildim. Shu vaqtida Olmaotada ishlagan chog'da Olmaotada bir yer yuzida birdan bir Uyg'ur instituti bor ekan. Shu yerga taklif qilgan Uyg'ur gazetida. Shu amu shu 90-yili qiyinchilik vaqtida pul yo'q. Shu maktabni yo'lashga pul bir Dunyo bankidan iltimos qilib bersangiz deb. Uni biz shu Qozoq ministrisiga sunib kirgizgan. Buni bevosita pul berolmaymiz-da. Biz faqat hukumat bilan ish qilamiz. Qoidasi shunday. Qilsak u ishmi ularni shu o'zining muhim proyektlarini oldi qo'yib, Uyg'urlarning maktabini muhim qilib qo'ymay keyin qo'yib bo'lmagan. Shunga o'xshash u misollarni deganning sababi Uyg'urlarning ishiga ular bermaydi demoqchi. Shunday. Rahmat, amma so'rg'ingiz. Sualım var. Germaniya devleti Avrupa'daki en mühim devletlerden birisi. Sanayi olsun, sanayi olsun. Bunu bu Avrupa'da Engiltere, Fransa, Germaniya kadar mühim bir devletler. Xitayga
inson haqida hozirgi mush yaqin bir qancha yillardan buyon mening tuzishimcha masalan Five Eyes Germaniyadan Fransiya davlatning siyosatini pasib Germaniya hatto ijro qabrida ümidsizlik va ümidsizlik hozir Germaniyaga yarashgan amaliyotda Angliya va Germaniyalik pozitsiyasini aytdi. Sizce Germaniya siyosatçısı müşkül meselesi bir ve değerlilik bir siyasetini minik yılların dastlabki vaqtlarda bu xalqaro bergan mablag'larda albatta bu davlatlar bu konuda teşkilatı bulunma anlık bakımda yani Misyon Avrupa rayonunda şu yerli hükümetlerin ki yenilerini geçiş uygulamalarında yargılanış solukların tatlıdır da nurgun uygulamaların tatlıdır olsa da cemiyetle şikayet var. Bu yaşlıyız. Biz oldu mu? Kalkar fon, maliye fondu müşahede düzülür mü? Saydık mı? Cevap bilen birinci sualdan başlayalım. Ich teile Ihre Enttäuschung über die deutsche Bundesregierung. Deshalb bin ich auch hier, nicht nur aus Respekt vor Ihrer Arbeit, sondern auch um Deutschland ein Zeichen zu setzen, dass wir mehr Augenmerk brauchen auf die uigurischen Menschenrechte. Ben sizningki ümidsizlanganligingizga memnun qo'shilaman. Shuning uchun men bugun bu yerda bu Germaniyaningki buningki siyosatdan Uyg'urlar qanday bo'lganligi haqida men biroz Ich begleite die Uiguren in Deutschland und in München seit 2009. Damals wusste in Deutschland noch niemand etwas über die Uiguren. Heute wissen alle etwas damit anzufangen. Das ist das Ergebnis ihrer hervorragenden Arbeit. Ben 2009-yili o'sha Bavariya shtatlik parlamentga kirgandan yoqi Uyg'urlar bilan birga ishlayapman. 2009-yili Uyg'urlar desa Germaniyada hech kim bilmaydi. Bugun Uyg'ur desa Germaniyada hammadan biladi. Die Politik der deutschen Regierung gegenüber China ist leider nicht so selbstbewusst wie die Politik der USA. Germaniyadagi Uyg'urlar haqida ilib berilayotgan siyosat xuddi Amerikaga o'xshash, yaxshi bir shaklda ilib berilmayapti. Die wirtschaftlichen Interessen sind so groß, dass sie häufig mächtiger sind als humanitäre Fragen, ehrlicherweise. Samimlikla aytgan vaqtida Germaniyaningki iqtisodiy jihatdagi hamkorligi bu Uyg'urlarningki inson haqlari masalasiga qaraganda muhim rol o'ynaydi. Das gilt auch für Frankreich. Es gibt in Europa vor allen Dingen zwei Länder, die mit Selbstbewusstsein gegenüber der Volksrepublik China auftreten. Das sind die Tschechische Republik und Litauen. Das gilt für die Frage der Uiguren, das gilt aber auch für die Frage von Taiwan. Amaliyotda Germaniya bilan Fransiya Yevropadagi eng kuchli davlatlarning birisi bo'lishi bilan shu Uyg'urlar haqida o'zini ovozi chiqishi kerak edi. Ammo Germaniya bilan Fransiya bo'lmay Chexiya bilan Latviyadan iborat ikki davlat shu Uyg'ur masalasiga ko'ngil bo'lib keldi. Yolg'iz Uyg'urlar emas, Tayvan masalasiga ham ko'ngil bo'ldi. Das müssen wir verändern. Das alles muss besser werden. Es ist auch etwas besser geworden. Die jetzige Regierung hat in ihrem Koalitionsvertrag aus den drei Parteien, die in der Regierung sind, erstmals die Begriffe der Uiguren und die Taiwan-Frage im Koalitionsvertrag steht.
und die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock adressiert das Uiguren-Thema deutlich häufiger als die Regierungen vorher, aber noch nicht häufig genug. Әмәлиятта bir qism o'zgarishlar bo'lyotidi. Xabarda qilinadek, Germaniya hökuməti əməliyyatda 3 partiyanınki birləşməsindən təşkil tapqan birləşmə hökumət. Birləşmə hökumətdəki 3 partiya o'rtasidagi to'xtamnomada Uyg'urlar Tibet masalasi to'xtamnomining ichida bor. Buning ichida shu partiyaningki vakili bo'lgan Annalena Baerbock degan xonim, tashqi ishlar ministri Uyg'urlar masalasini xalqaro sahada davomli qilib kelyapti. Es gibt also noch sehr viel zu tun. Ich bin durchaus hoffnungsvoll und nicht nur voller Enttäuschung, auch wenn ich die Enttäuschung teile, weil in Deutschland mittlerweile erkannt wird, dass wir nach dem Ukraine-Krieg und nach der Pandemie viel mehr tun müssen, um uns auch von China viel unabhängiger zu machen, als wir es im Moment sind. Wir sind sehr abhängig in vielen wirtschaftlichen Fragen. Diese Abhängigkeit müssen wir minimieren und damit einher geht dann hoffentlich auch das Selbstbewusstsein, die uigurische Frage selbstbewusster zu adressieren. Buningki ahvol bundan ko'p yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Shuning uchun men bu yerda biz korona vaqtidagi ishlarni to'liq hal qilib bo'lmadik. Ukraina masalasi, o'zgarayotgan masalalarning birisi. Bu shu masalalar hal qilib bo'lgandan keyin bizningki Uyg'ur masalasiga ko'proq ko'ngil bo'lishimizga yetarli nimamiz bo'ladi. Shu vaqtlarda cho'qim bu narsalar yaxshilanish bo'ladi deb qarayman. Undan keyin biz nurg'un jihatda aytgan vaqtida, iqtisod jihatdan aytgan vaqtida Xitoy bilan yenilam bog'lanib qoldik. Shu bog'lanishimiz borgan sari ojizlashishi, hatto yo'q bo'lishi kerak. Rahmat. Gulnaz xonim, sizga keldi. Dünya Bankı projekt to'g'risida oldu deyman. IMF dediniz, IMF emas. IMF undaq nim demay Dünya Bankı bilan IMF'ning farqi. IMF bo'lsa pul siyosati maslahatlari, ularning davlatniki bilan 190 nim bor a'zo davlatlari. Dünya Bankı'nın shundaq UN'ninki okay. Yeah, Dünya Bankası, IMF andaq privatni sifatida roli bor. Boshqa bayman so'zlar kerak. Dünya Bankı qayt berdi. Maxsus projekt qilgan. Shu gaplar bo'lgan. Henry Wood degan bir odam bor, esimda bor. Shu odam meni izlagan shu vaqtlarda 90-yillar deyman. Dünya Bankı'nın nimalarni ishlatgan, jazo lagerlardagi odamlarni ishlatib nima qilgan deb shundoq shikoyatlar bo'lgan, uni tekshirib yo'q deb chiqadi. Nimaga shikoyat etsangiz, bir qiyinchilik bor. Dünya Bankı'da emas, har qanday xalqaro tashkilotlarda, mayli UN bo'lsin, bir shikoyat qilsa, masalan bizning jazo lagerlarini shunday shikoyatlarni qildik, biz ko'rib turdik, odam avval tekshirtiradi. Adam evet tekshirishga odam avatishdan burun Xitoy hukumatiga deyish kerak. Bunda odamlar munchinchi hisob oldi. Ular kutib oldi. Kutib olganki, ular shunga loyiq tayyorlik qilib, o'zi yasab chiqqan narsani ko'rsatdi. Shuning uchun meni o Şinjandagi projektdan chiqyapti deganda, men shu ramkaning tekshiriq gaplarni bilib olganligimda, yerlik bo'lganligimdan, ham buni tushunganligimdan shuning uchun u ishlar tekshirish o'maklar shu men Dünya Bankı'nın aralashtirdiği oxirgi mezgillarda bo'lgan ishlarni tekshirish avatgan o'maklarni. Ben üzerime bağlan, mesela bu tarım, irrigation and the drainage project'e işte supervision için tekşiş missions bağlandım. O vaxtda mesela yütkelgen aileler varken, mesela meyadın mayaqı yütkep, onlara öylerini, yerlerini, bəgən bir neçə ailelerini biz görüşdürdük, gəpləşdik. Buran koyun ayaqda durmaya götürdük, öylərə bağladık, tekşirdik.
Onun mendin kim yana bir neçə gruplarını əvətib təşkilətdi. Ularni endi yo'q chiqdi. Bington ayrım bo'lgan, uni oldin projektisi bor. Bingtonning projektisiga muborandim. U qo'mildiga Bingtonga. Ular shu u yoqda to'pon bilan qo'mildiga. Üzüm ishlab chiqarish shu to'g'risida. Endi desam bo'ldi, bu iqtisod degan 100% iqtisod emas, political economy deb qo'ydi. Har bir siyosiy iqtisod siyosiy aralashib olgan. Sonuçta 100% iqtisod yo'q. Har qanday iqtisod projekt qilganchada siyosatni aralashtirib olgan, o'zining vakillarini shunday cho'ng jazolarga ketdi yo'q deb turdi. Andaq kichiklarni ular bizga har xil chiroyli rasmlarni chizib, ko'rsatib, haqlarni qoyil qilib yo'lga soldi. Buning ichida pardonchilik qanchalik problemlar bor, uni yetib bilib ketmaymiz 100%. Ama sözlüğünün uğraşındadır işler var. Rahmet. Çok rahmet. Merhabalar. Benim ismim Bahadır. Ben Marka Sefer'deyim. Bizden bu yerde bakalım. Rahmet eğitime uygulandığı okulun yoldaş yolu da bizge en yürekli bakalım. Ve dünyadaki en çok Uygur teşkilatındaki merkezi olan Bavariya eyaletinin merkezi Münih'te başta istiyorlar bir yerde olalım. Hakikaten kursan buldum. Emin'deki asas falan şu. Germanya'da Hatay'daki çok ticaret ortakları. Hem de aynen iktisadının bugünkü gündük gelişinde Germanya'daki Türk çok. 80. başta Germanya Türk Kazaksız şimdi işte çalıştığımız ayrı elektrik firmaları işte çalıştığımız bölgeye mesleklerini işte hem de büyük yere var. Germanya'daki sanatın hatta hesabında var şu Bavariya eyaleti de ülkesi de en küçük bir sahip olan Abdülhamid'in işte sahası belki elektrikli Abdülhamid'in işte yukarı sürat bilen ölçüye erişip bir yerde kriz başlamak falan bir bakımız Milan demek şu elektrikli Abdülhamid'in işler çıkarılan bataryaları işler çıkarılışında kullanılan lityum maddesine mecburi işler çıkarılan kullanılan ait bir kısım tetkikat materyalleri oluşmakta. Hani Germanya, Hatay'ın ilgili kullanan otomobilleri veya Hatay'ın insan hakları ve derslerle kullanan siyasetini yaxşılaş tarafga inler agar ular mal yoki Xitoyga setib beriladigan mahsulotlarniki asosda taraflarni to'qnashishga qarab yuzlangan bir siyosatni yuritish imkoni bo'lamdi bo'lmamdi ularni o'zi tamamen Xitoyga qilishimiz kerak dedi. Şunu adam etrafında şunu sorar. Ben bir tercüme kılıp öteyim ondan keyin cevap versin.
önümlerde. Çünkü Xitay'ı bugün indeki keltirdiğin her halkara cemiyet devletler buluşturulan Xitayning iqtisodini kontrol qilgan va uniki jang tomiri bo'lgan bu yerga qo'l olmay turib boshqa nurg'un moddalar Xitoy to'g'ri yo'lga chunki qaraydigan bo'lsa qonunda yaxshi gaplar shu anda aytdi yaxshi insonlar nurg'un gaplar bor ammo hech qaysi bu uyg'unlik emas. Şunlaşka Xitayni indeki keltirish uchun Xitoydagi iqtisodiy jam to'mirga o'tmay Xitoyni to'g'ri yo'lga qo'ymaydilar qarayman anlaşılır. Ihre Frage hat sehr viele Aspekte. Vielleicht zunächst zum Menschenrechtsaspekt. Deutschland hat vor 2 Jahren ein sogenanntes Lieferkettengesetz auf den Weg gebracht, das alle Unternehmen, die mehr als 3000 Beschäftigte haben, verpflichtet, die Lieferkette von dem ersten bis zum letzten Schritt transparent offenzulegen. Verboten ist Zwangsarbeit, verboten ist Kinderarbeit, verboten ist Arbeit, die die Umwelt vor Ort massiv verschmutzt und vieles andere mehr. Es ist das schärfste Lieferkettengesetz in ganz Europa und die Europäische Union hat jetzt nachgezogen in diesem Jahr. Es betrifft nicht nur Elektroautos, es betrifft Adidas, Puma. Es gibt ja viele deutsche Firmen jenseits von VW und jenseits der Automobile, die leider in Sachen Zwangsarbeit immer mal wieder in Verdacht geraten sind. Dieses Lieferkettengesetz ist eine Antwort darauf. Übrigens nicht nur mit Blick auf Ostturkestan, sondern auch auf die Republik Kongo, wo Kobalt geschürft wird und vieles andere mehr. Das ist die erste Antwort zu Ihrer Frage des Menschenrechtsteils. Hier sind wir sehr konsequent und unsere Wirtschaft kritisiert uns sehr dafür, weil sie sagen, wir haben jetzt jede Menge Bürokratie. Wir müssen bis in die letzte Verästelung der Lieferkette nachweisen und die Unternehmer sind selbst mitverantwortlich. Also der Chef der Firma kommt im Zweifelsfall ins Gefängnis, wenn er falsche Angaben darüber macht, ob die Lieferkette sauber ist oder schmutzig. Sizning sualingizning ichida nurg'un taraflar bor. Men oldi bilan inson huquqlari tarafidan boshlab so'zlay. 2022-yili Germaniya hukumati ta'minlash zanjiri qonuni deydigan bir qonunni e'lon qildi. Germaniyada setilgan yoki Germaniya uchun ishlab chiqarilgan mahsulotlarning hammasi yuqorida tortib eng tuvangacha shu har bir tugunini ishlab chiqarish jarayoni, uni tushish, undan keyin setish, har bir tugunini qattiq kontrol qilib, bu yerda inson huquqlarining badsantligi bormi, muhitni bulg'ash ishlari bormi, hamma narsa kontrol qilinadi deydi. Bu Yevropa miqyosida eng qattiq qonun deydi. Bu Germaniya qilgan qonun shu Yevropa doirasida kengaytirilish oldi turyapti. Bu yolg'iz Sharqiy Turkiston bilan bog'liq emas deydi. Yolg'iz Sharqiy Turkiston bilan bog'liq emas. Masalan, Kongoda masalan shu elektrik asboblar uchun e'lanadigan kobalt metallining ishlab chiqarishi majburiy emgak bilan bo'lganligi uchun biz ularni kontrol qilamiz. Undan keyin bu yerda sizning da'vatingiz elektrik mashinaning ustida bo'lyapti. Amaliyotda yolg'iz elektrik mashinalar emas, masalan Puma va Adidas qatorliq Germaniyaning dong'liq markalari bor. Bularga ta'sir qiladi. Mayli elektrisitamiz bo'lsin, mayli boshqa sohalarda bo'lsin, biz uni qattiq kontrol qilamiz. Agar Germaniya hukumati mushu tugunlarning ichida ma'lum bir yerda chatoq tepib qolsa, shu shirkatning boshlig'i qonun bo'yicha bartaraf qilib turmaga solinadi deydi. Masalan, Adidas shirkatida ma'lum bir narsa chiqib qolgan bo'lsa, Adidas shirkatining boshlig'i turmaga kiradi qonun bo'yicha deydi. Sie sagen richtig, dass man China vor allen Dingen
nur wirtschaftlich treffen kann. Das gilt aber auch für mein Land. Das gilt auch für Deutschland. Deutschland hat unter den 20 größten Volkswirtschaften der Welt, den G20, im Moment das niedrigste Wachstum. Wir haben nach der Pandemie wirklich große Probleme gehabt, mit unserer Wirtschaft wieder nach vorne zu kommen. Und wir haben seit dem Kriegsbeginn in der Ukraine allein 60 Milliarden Dollar bezahlt zur Unterstützung der Ukraine. Und da sind die 1,5 Millionen Geflüchteten aus der Ukraine in unserem Land, die in unseren Schulen, in unseren Kindergärten unsere Unterstützung benötigen, noch gar nicht mit drin. Das heißt, auch unsere Volkswirtschaft steht vor gewaltigen Herausforderungen. Und deshalb ist die Forderung an die deutsche Politik, bitte seid wirtschaftlich etwas zurückhaltender, zwar humanitär nachvollziehbar und ich unterstütze die Forderung, aber sie ist sehr schwer umsetzbar, denn es geht auch um Wähler und die Wähler sind sehr unzufrieden, dass die wirtschaftliche Situation in Deutschland im Moment nicht so ist, wie wir es aus anderen Ländern im Moment sehen. Endi iqtisodiy jihatdagi masalaga kelgan vaqtida iqtisodiylik ojizlik nuqtasi Xitoyning iqtisodiy jihatdagi ojizlik nuqtasi bo'lishi yolg'iz Xitoyning masalasi emas deydi. Germaniyaning ojiz nuqtasi iqtisod. Bu shu taraqqiy qilgan 20 sanoat davlati G20ning ichida Germaniyaning iqtisodi hozir eng ojiz nuqtaga tushib qolganlik deydi. Chunki biz Ukrayna urush boshlangandan beri 60 milliard dollar qiymatidagi harbiy yordamni biz Ukrainaga ta'minladik. Buning ichiga 1,5 million bizga kelib yashayotgan ukrainalik buning ichida emas. Endi Germaniyaga nisbatan aytgan vaqtida iqtisodiy jihatdagi ojizlik bu Xitoyga iqtisodiy jihatdan bisim ishlatishga biroz nima keladi hozircha siyosatga to'g'ri kelmaydi. Chunki biz o'zimiz iqtisodiy jihatdan ojiz bo'lgan holatda yana bir davlatga iqtisodiy jihatdan besim ishlatishimizga bizga qurbimiz yetmaydi. Germaniyaning iqtisodiyoti ham ojizlab ketib qolsa, saylanma qatnashayotgan chunki 2 yildan keyin Germaniya saylanma qatnashadigan odamlardan norozilik kelib chiqishi mumkin. Shunga bunga nisbatan real bo'lishimiz kerak. Und die letzte Frage zum Elektroauto. Hier hat die deutsche Industrie geschlafen. Wir sind viel später dran als beispielsweise Amerika mit Tesla oder China mit BYD und anderen. Das macht unserer Industrie schwer zu schaffen. Wir erwarten in den nächsten Jahren hohe Arbeitsplatzverluste. VW und Volkswagen will in Deutschland mehrere Werke schließen, um sie in anderen Ländern, zum Beispiel in Amerika, dann neu aufzubauen oder auch in China. Das bereitet uns tatsächlich große Sorge. Aber am Ende geht es in der Wirtschaft um Wettbewerbsfähigkeit. Und zwar in allen Bereichen, nicht nur mit China, sondern auch mit Amerika und unseren europäischen Partnern. Und hier haben die Deutschen leider große Herausforderungen, die nicht dazu zwingend führen werden, Zugeständnisse an das eine oder andere Land oder an die eine oder andere regionale Gruppierung zu machen. Sie merken, ich gebe Ihnen sehr ehrliche Antworten und auch sehr selbstkritisch mit Blick auf die deutsche Politik. Endi elektrik mashinaga kelgan vaqtida biz haqiqatan Germaniya shu elektrik mashina raqobatida uxlab qoldik. Masalan, Amerikada Tesla, Xitoyda BYDga o'xshash mashinalar bozorga ko'plab solingan bo'lganligi uchun Germaniya bu raqobatda keyinni qolganligi uchun Volkswagenga o'xshash nurg'un Volkswagen shirkatining nurg'un zavodlari taqilishga majbur bo'ldi Germaniyada. Biz bu zavodlarni Amerikada yoki Xitoyda boshqa yerlarda ochdik. Endi bu raqobat nihoyat kuchli raqobat. Men sizga samimiy bir javob qilay. Bu raqobatni biz keyin qildik. Shuning uchun bu elektrik mashina masalasida Xitoyga besim ishlatishga biz ojizlik qilamiz. Men savollaringizning hammasiga samimiy javob qildim. Garchi mening savollarimning javobini savollaringizni ham tushungan bo'lsam-mu, bir qism Germaniyaga nisbatan tanqidni hukumatga nisbatan o'zimning tanqidni bildirish bilan birga men sizga samimiy javobimni bildirdim. Shu bugungi sizning savolingiz bormi? Meniki savol emas. Farklı rahmat aytib dedim. Siz butun
Lamtok Institutu'ndaki reisi, Özel Akademik Kuruluş'tan bunların atayken ifade için yaptınız ve erkaksız mı düşünce? Aslında biz evde mağazalarda bilgenliğin lise sürgüslerine yapırdığını bu alana demek istiyor. Uygur Project Fond'daki kelmeler altı, sokak vermeyiz, olarak kayas. Güzel bir yer var. Şu sizin demekti. Biliyorsunuz listelerde kalan bütünüz layıkı şu Project Fond'u Uygur Project Fond'daki kullanılan arkadaşlar peki jürinin tutan Allah'a naçizor eder ve hamdollah onun rolü olarak yapan sizi kötü çıkımlar hatayın teşekkür ederim. Onun başka bilen bir siyasi bu şu kaliteleyen arkadaşların ait bize tasarlanıp tasarlanmaz diyen doktor Abdülşükür hizmet tasarlandı. Yaklaşım karşı olduğu gramajın karşı olduğu bundan festivali. We are not rich, just presenting certificate. Yes. I had a aldı da resim sahne. Özgü atattı. Özgü atattı. Pastı basınız yaxşı. Maya gelsiniz. Come here. I say just come here. Maybe it's here. Siz begandek turma erkenka. Abdüşkam. Bayağı simgelik siyasette Şincan ve bu kelime hissetti. Şincan ve bu kelime düzüstü büyüklerden kullanıldı. Bu sözde Romanya hükümeti Ich kann diese Frage. Ich weiß es gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Wissen Sie es? Ich weiß es nicht. Also ich glaube nicht, dass es eine Einschränkung gibt in Deutschland. Pakistan sagen, wir dürfen auch mit den Fahnen demonstrieren in München. Aber Ameliyatda Şinjan'da işiltemdoq yoki Sharqiy Turkistonda işiltemdoq. Hatta bu Sharqiy Turkistonning bayrog'ini ko'tarib namoyish qilamdoq. Men bir erkin davlatda yashayman. Uning nisbatan bir hukumatda bir cheklanma borligini bilmayman. Tügüdüm cevap diye. Ondan sonra men bir narsa qistirib o'tay, gapingizni nima qilay. Men maqatim yozda O'zbekistonni ziyorat qilib keldim-ku. Ben Özbeklerle paranlaşkandan bular Şinjan degan kelimeni işledik ya. İşte ben dedim bu hakaretlik söz demiş Uygurustan demeysizler ya Şarkı Türkistan demeysizler desem biz matbuatda davamlı muşu anlap kelganligimiz üçün muşu Şinjan degan gap to'g'ri gap o'xshaydi biz Şinjanda ishlatdik sizlarga haqorat qilganini biz bilmabdik dedi. Endi u gapni rost haqiqatan bu Yevropadagilar bilmaydi. Endi u Şinjan degan gapni mediada shunday ishlatganligi uchun hukumatimizda shunday ishlatganligi uchun u endi Şinjanda ishlatilishi bularga nisbatan Sharqiy Turkiston deyish yoki Şinjan deyish menimcha jiq farq qilmaydi deb o'ylayman. Uni o'rgatish kerak.
Biz hazır dep koyduk. Şinjan deyen gap biz kabul hazır ben Germanca dedim. Mesela Şinjan deyen gapni biz kabul kılmayız. Şarkı Türkistan deyiş gerek bizden aldığımız kelgen desem. Onu da ben bundan da şuna desem болады. It is just I think DVD player containing the Uyghur songs and so on and so forth. So that is a special. Qarindoshlar hamda mushu Gulshan hadimizdan savol so'raydiganlar bo'lsa, bir savol olsak, undan keyin bugun ketganlik nimizda tushdamoqdan keyin davom qilsak. Gulshan hadimizdan so'raydiganlar bo'lsa, qani mikrofonni bersak. Qaraganda men o'ng tarafim qarsam, dillarning kuchi, sol tarafim qarsam, siyosatning kuchi, Germaniyaning kuchi, shuning bilan bu kalimalarning kuchi, ikki kuchning orasida qisilib qolgandek turdi. Amaliyotda işte kalimalarimizning kuchimi ikki kuchdan texim kuchli bo'lishi kerak. Abi ham Şinjan kalimasining qanchalik kuch talishayotganligi haqida gap bo'ldi. O'zbekistonda mana shu savol qo'yibdi. Shukr. Neymişki Uyg'uriston va Qirg'iz nima Sharq Turkiston demaysizlar desa, biz matbuotlarda Şinjan degan kalimani jiq ko'rib ketganligimiz uchun bizning miyamizdan yoshirin anqatlimimizga singib ketgan. Demak, shu kalimaning kuchi monopol qilib bilish, assimilyatsiya qilib bilish. Shuning uchun bu kalimalarni qanday ishlatilganligimizni bir kuch talab qildi. Men undan savol so'raydiganlar bo'lsa, marhamat. Balkim hammamiz Uyg'ur bo'lg'achqa, hammamiz Uyg'ur kalimasining naqadar buyuk, naqadar sharafli bir so'z ekanligini bilamiz-da. Alloh razı olsun. Shuning bilan bugungi aytganligimizdagi suhbatimiz o'sha qadar bo'lsa qarindoshlar. Undan keyin men ma yemekxonadagi hozir yeydigan yemekimiz azroq tushuncha berib qo'ysam, undan keyin tushdan oyada inlarimiz bilet taqitdi. Bilet olib oshxonaga borsak bo'ladi. Undan keyin oshxonada faqat qarindoshlar angliq bo'lsak, 4 ta narsa olalaymiz. Bir tane chorba, bir tane ani yemek, undan keyin bir tane guruch yoki bug'doy, undan keyin yana birisi tatliq. Yani tatlıqa içimlik alsaq bo'ldi. Anki bir ta suv alalaymiz. Bundan hech ketsa, anki alaning uchun aldadimi yaxshi emas. Shunasqa angliq ki aldingi yil shunday yaxshi bo'ldi. Bu yilmi shu menyuda 4 tane, bir tane suv elib tush tamog'imizni daxil bo'lsanglar bo'ldi. Rahmat. Anki tushdan keyin soat 1:30 tushdan keyin soat 2da namozimizni o'qib bo'lib, agar namoz o'qiydiganlar uchun cho'ng masjidimiz bor yoki bo'lmasa zalning yanida yana bir masjidimiz bor. Soat 2da ko'rishaylik. Assalomu alaykum.